Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli fidoyilar ekranniki ko'rganlari. Bugungi Qur'ondan nazar programmamizning 71-sonida islom zodi nima degan cho'ng tema asosida qo'shimcha kichik temalardan madaniyatmi, urf odatmi degan o'xshash temalarda ustoz Kerem Zohir bilan 71-son suhbatimizni elib boramiz. Assalomu alaykum ustoz. Qanday ahvollar, yaxshimi? Va alaykum assalom. Qanday ahvollar aytishim to'g'rimi? Yaxshi. Men izin bersizlar, ruxsat bersizlar, shu qisqacha bir mazmunni Bo'ldi. o'qib ketay. Bizningki fidoyilar ekranniki qurg'uvchisi Ahmad Fidoyi qarindoshimiz qisqacha programmaning mazmunini shu bo'yicha yozganlar biz bir ko'zdan ko'chirib. Islom zodi nima? Medeniyetmi, örf-odatmi, mirasmi, udummi, tumarmi, markmi, yoki bo'lmasa soqoldan salla to'ng'icha, bozordan mozorgacha, qiyofatdan saloyatgacha islom nomi bilan musulmonlik obrazlarimizga o'zlashtirib kelgan nurg'un ishlarga ibodat va odat nuqtasidan qarab ko'nib ketdik. Neticede ata bovam qıptiken, başkalarına qilib etipti. Demek qilsa bo'ladigan, qilishimiz kerakkan deganga o'xshash tushuncha bilan yani maymunlarcha yashab keldik. Yani taqlid bilan demakchi. Endi bo'lsa-mu o'zimiz e'tiqod qilayotgan dini islomning zodi nima ekanligi haqida ozroq vaqtimizni ajratib mazkur programmaga bir diqqat bergaysizlar. Ey aziz vatandaşlar, samimiyetlek ve nidalarımız bilen fidoyilar ekranininki temennisi bu, arzusu qadrli qarindoshlar. Davos ustoz, şu islom zodi nima bizga Qur'ondan nazar orqali birlikda shuni muzokara qilsak. Qani marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Dunyoda qarshi joylar hurmatli qarindoshlar. Hammalarning vaqt xayrli bo'lsin. Bu mazmun bir taldan degandek aslida yuqorqi 70 qismning ichida bir qur poch holatda so'zlangan bo'lsa-mu, ammo butun holatda bir so'zlanmagan. Shuning uchun bugun shu bir butun qilib, mana shuni o'zini islom bilan urf-odatni, islom bilan madaniyatni, islom bilan udum, ya'ni tarixda ota-bobomizning qilib qolgan narsalarni ajratish maqsadida bugun shu programmaning o'zini qilish olib turyapmiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İslam bir milletning urf-odati mo degan vaqtida endi biz bu hozirgi vaqtida keleneksel, ya'ni an'anaviy islom bilan Qur'on zikr qilgan islomning o'zini biz selishtirgan vaqtimizda arildi bu narsa. Hozirgi an'anaviy, yana islom dunyosi e'tiqod qilib kelayotgan, amal qilib kelayotgan islom madaniyat, ya'ni islomning bir qismi madaniyatga tava va bir qismi urf-odatga tava va bir qismi soqol urut sallaga tava va bir qismi til yeziq tava va bir qismi shu yerdagi o'zi shu o'ttir shahar bo'libmi Makka Madina atrofidagi dal-daraxt suv shu hayvonotlarni tortib ashnaga o'zi munosabatli narsalarga tava bo'lib kelgan. Ya'ni arablarniki urf-odatini
boshqa millat islom deb keliklik. Misol, urf-odat deganimizda arablarniki misol soqol qo'yish urf-odatlari, dap chelish urf-odatlari, masalan, madaniyat sohasida dap chaladigan muzika madaniyatida dap chaladigan ishlari bor. Chası bo'ladigan, masalan, dap chası bo'ldi deydigan ishlar bor bizniki mollamlarda. Qolgan dutta tamburni chası bo'lmaydi deydigan narsalar bor. Ondan keyin arabniki kiyim-kechaklari madaniyat sohasida arabniki ota-bobolarning qilib qolgan urf-odatlari bu narsalar hammasi islom bo'lib kelgan. Ya'ni an'anaviy islom mana shu narsalardan iborat. An'anaviy islomniki bir qismi yana shu narsalardan iborat yani. Misol muzikaga kelgan chaqdimi bizniki mollachaqlarimiz dapchasi bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom zamonida Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga kelgan chaqda dapchi kutib olgan. Dutta tamburchasi bo'lmaydi deydigan shunday odatlar bor. Hamda bu urf-odat, bu madaniyat sohasidagi narsani haqiqiy islom, ya'ni Qur'ondan iborat, Qur'on o'zi tasvirlagan islom qanday qaraydi degan vaqtida urf-odat, madaniyat sohasiga hech qanday to'sqinlik qilmaydi. Islom dini har qanday millatniki madaniyatiga, urf-odatiga to'sqinlik qilmaydi. Faqat shu urf-odatning ichida insonlarni chiriklashtiradigan, insonlarni havoyi havasga boshlaydigan, yomon yo'lga boshlaydigan shunday narsalarni cheklaydi Qur'on. Masalan, kiyim kiyishga bo'ladi, har qanday bir kiyimni kiyishga bo'ladi. Ammo o kiyimni yap degan Qur'oni Karimda yepishga buyurgan, ya'ni yepish sharti bilan kiyishga bo'ladi. Ya'ni Qur'on mana bundaq o'zi uni tartib soladi endi. U qaysi millatning kiyim bo'lishini qat'iy nazar, ya'ni bizniki hozir nurg'un olimlarimizning oilasidagilar uning ergashuvchilari arablarniki, pokistonliklarniki, turklarning kiyimini islomiy kiyim qilib kiydigan bundaq odat shakllanib ketdi. Masalan, Turkiyadagi bir yerdami arabniki qora kiyimlarni kiyish masalan odatga aylangan. Ammo u hargizmi o'zi Qur'oni Karim unda qora kiyim kiyish yoki arabning kiyimini kiyish degan bir narsani islomdan qilib sanagan emas. Bu yerda qanday qiladi degan vaqtda islom qanday rangdagi kiyimni kiyishdan qat'iy nazar u kiyim shu o'z kiyguvchiniki o'rat degan yerlarning o'zini. Ayol bo'lsa o'ratini va boshqalarniki havasni qo'zg'aydigan yerlarning o'zini yepishni shart qiladi misol. Bu prinsip bu Qur'ondagi kiyim sohasiga qo'ygan islomniki prinsipi. Ash prinsip ichida kaysa u qaysi millatniki kiyim mesela Uyg'urlar o'zimizniki Uyg'urlarning kiyimini kiyimi bilan shu Qur'oni Karim yepishga buyurgan yerni yepish sharti bilan kaysak bu nima degan bo'ldi desa islomga o'zi bo'ysungan holat, ya'ni islomga amal qilgan holatda kiyim kiyganlik ko'p hisoblanadiganligining o'zini bildiradi degan gap. Misol biz vatandagi vaqtida Tungallarni ko'ratdik. Tungallarning xotinlari odatda lechak degan bir narsa bor, lechak chigidi. Undan keyin shu koptini kiydi. Koptining o'zi sal o'zi yampashni azroq yapqida, qipazallar azroq uzroq kiydi. Undan keyin o'zi ishdan kiydi. Odat yopkim kiymaydi. Aşındaq o'zi kiyindi. Bularniki kiyim kiyim madaniyati aşındaqken ham aş kiyim bilan Alloh taolo Qur'oni Karimda yeping degan yerning o'zini aş kiyim bilan yepiqliq. U kiyim o'zining tug'an turqidan uniki tungan musulmonlar ekanligining o'zini ifodalaydi. Ya'ni tungallarning ichidan musulmon bo'lganlar yoki bo'lmaydi Xitoyning ichidan musulmon bo'lgan Xitoylar degan o'zi nemada o'zi bir uqumni berdi, bir ishorat berdi yani. Xuddi shunga o'xshash bizniki degan vaqtda bizniki ayollarimiz masalan atlas ko'ylak o'xshash narsalarni kiydi. U kiyim bilan Alloh taolo yop degan yani yepish sharti bilan kiysa, shu Alloh taolo kiyimi bo'lgan, kiyim kiyishga bo'lgan prinsipga amal qilgan bo'ladi.
U bizniki atlas ko'ylakni kiyib turib, o ayollarimiz Alloh taolo yop degan yani yapgan bo'lsa, yep ash kiyim kiygan bo'lsa, uniki kiyimidilla tunib oldiki, u Uyg'ur musulmonlar ekan u deganni bildirdi. Yani bunun nima degan bo'ldi desa, har millat o'ziniki milliy kiyimi orqali Alloh taolo yop degan yani yapgan bo'lsa, u Alloh taolo farz qilgan farzning o'zini ado qilgan bo'ldi degan gap. Yani bu Qur'on nima degan bo'ldi shu vaqt desa, Qur'oni Karim hozirgi o'zi an'anaviy dinning o'zida bu islom urf odat islomga aylanib qolgan, ammo Qur'oni Karim ko'rsatgan Qur'oni Karimdagi islomchi degan vaqtda Qur'oni Karim urf odatni o'zi islom deb sanmaydi. Urf odatga qo'ygan shartlarning o'zini, prinsiplarni islom deb sanaydi yani. Qur'oni Karim bir o'zi nima o'xshash, nizomnoma bir insoniyatga bergan bir nizomnoma bo'lg'ashqa, buning ichida faqat prinsip asos qilindi. Ya'ni kiyim kiyishga, erlar qanday kiyim kiydi, masalan, erlar narini yepish kerak, ayollar qayani yepish kerak misol. Bu Qur'oni Karimda ash belgilangan, erlar masalan o'ratni yepish kerak, ayollar o'ratni yepish kerak va boshqalarning havasini qo'zg'aydigan yerlarni yepish kerak. Bu ikki shart va ayollarga. Shunday bo'lgan vaqtda u islomdagi kiyim kiyish prinsipiga amal qilgan bo'ldi degan gap. Uniki qaysi millat va qaysi o'zi qabildan bo'lishini qatnazar, uniki kiyimi qanday bir millatning kiyim bo'lishini qatnazar, shu Qur'oni Karim yop degan yani yapqanli bo'lsa, u odam islom diniga amal qilgan bo'ldi. Yani islom dinidagi kiyim kiyish prinsipiga amal qilgan bo'ldi degan gap. Masalan, nimada o'zi islom yana soqol burut, tamoq, kiyim kechak, hozir kiyim kechakni kiyim qildik. Bu narsalarmi deb degan so'zlar bor ekan bu nimada. Qur'oni Karimda masalan shu urf odatning o'zimi, bu soqol burutning o'zi shu arablarning shu vaqtdagi urf odati. O vaqtda masalan arablar emas, bizning ajdodlarimizniki shu kuchadagi yoki qizildagi mingoyniki nimalar kirsa, hatto Xitoylarning shu vaqtda soqollari bo'lgan misol. Suboydo degan o'zi nima bir kinolar olgan Xitoyning kon kinolari. Ash kinoning o'zidimi shu koni o'zi burun Xitoyning tasvirlagan vaqtida soqolliq shunda Xitoylar chiqibdi. O vaqtdagi insonlarning hammasiga shunday o'zi o'rtaq bir soqol qo'yadigan odati bo'lganda. Ammo buning o'zini ham payg'ambar alayhisolamniki soqolni keng qo'yinglar, burutni nima qisqa qo'yinglar degan bir nimasi bor. Uningdan o'zi men soqol qo'yishning o'zi sunnat yoki payg'ambar alayhisolam soqol qo'ygan, uning asosan soqol qo'yishimiz kerak degan shunday o'zi bir so'zlar bor. Buning o'zi hech qanday o'zi bir dinniki prinsiplarga yetmaydi. Yani mana shu vaqtida urf odat bo'lib kelgan narsa, shu zamonlarda hamma odam, masalan, Karl Marksniki, shu vaqtda soqollari bo'lgan, bundan 100 yilga yaqin burun yashagan odamlar, o'sha odamlarning soqollari bo'lgan. O soqolning bo'lishi odamniki iymon, e'tiqod yoki musulmon ekanligini ifodalaydigan bir narsa emas. Bu yergi narsa nima degan vaqtda, shu vaqtdagi insonlarniki kelgan, erlar o'zi qo'yib kelgan bir odat bo'lib kelgan narsa. Onun özünü Qur'oni Karimda misal ikki odamning soqol to'g'riliq ibora bor. Birisi Musa alayhisolamniki inisi Harun alayhisolamning soqoli haqida bir oyat bor. Musa alayhisolam Harunning soqolini tutib so'rdi degan bir oyat. Yana bir yerda Fir'avnning soqoli chiqadi Qur'onda. Boshqa hech qanday soqol chiqmaydi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtida o adam eğer cemiyet qarta qo'ysa o'zining ishi, qo'ymus o'zining ishi, hech qanday o soqol qo'yish bilan savob bo'ladigan, soqolni elib o'tish bilan gunoh bo'ladigan bunday bir ish yo'q. Ya'ni soqol qo'yish hech narsa emas, ya'ni odat. Mana shu vaqtida bu sunnat va kaza degan hammasi o'zi bekor gap. Payg'ambar alayhisolam soqoli bor deydi. Payg'ambar alayhisolam zamonida Abu Jahil, Abu Lahab, Abu Sufyan hammasi soqoli bo'lgan shu vaqtda.
Faqat musulmonlarning saqlılığı, boshqasining saqlılığı yo'q, bundaq ishlar yo'q shu vaqtning o'zida. Masalan, Ubay ibn Sululga o'xshash munofiqlarni saqlayapti. Demak, bu saqal Endi shu biz vaqtdagi erlar hammasi qo'ydigan narsa edi. Hozirgi vaqtda insonlar saqal qo'ymaydi, ko'pinchilari. Bu saqal qo'ymaganning o'zi u odamning gunohkor bo'lib ketganligini, sunnatni ado qilmaganligi kelib chiqmaydi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda saqal qo'yish sunnat emas. Hech narsa emas mana shu yerga. Qo'ysa savob bo'ladigan, qo'ymasa gunoh bo'ladigan bir narsa emas. Xolis saqal qo'ysin, sharif xolis qo'ysin. Hozirgi vaqtda nurg'unlar, Yevropaliklar qo'yib oladi saqalning o'zini. Demakki, buning o'zi hech qanday bir narsa ifodalaydi, ya'ni. mayadalıqı peygamberinin saqılıtı deb, saqılı şerif deb 40 tane boğlaq yöge bunu şu. Ayda köge vaxtı içip onu sevki toğuzup insanlarını çok hatta işte kürümen deb aşağılıqı kıstançılık bulup tasqaladı birbirini destep itep yetkilici. O derecede hem de şirk nesle bade hem de şu. Doğru. Yani sakalını aşağı apırıldı hem de. Ben Allah'a şahit oldum. Doğru. Dep koyulam gepni alıqda. Uni biz Norvegiyaning Bergenda biz yashayotgan vaqtda shu Petochilniki meshitlik imomi Ramazon imom degan bir kishining o'zi payg'ambar alayhisalom saqli deb bittal bir shishning ichida bir tal tukkan. Ashuni akibtike tutib turdi, hamma odam qarab o'tdi. Nurg'unlar uni suyib ketdi, ayda bir ishlar bo'lgan shu vaqtda. Men bunda qarab qo'yib o'tib ketgandim. Ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hattoki payg'ambar alayhissalom bo'lsa-mu, uning o'ziga u qadar Xudoning o'rniga chiqib turib, uni undaq bir muomala qilish butunlay to'g'ri emas. Payg'ambar alayhissalom bizga bir inson, uni bir inson qilgan, ya'ni yaxshi bir inson qilgan muomalani qilish lozim. Ammo uni ortiq uni ulug'iyat darajasiga chiqib turib, bundaq qilishning o'zi butunlay shirk yaradi. Hozir masalan payg'ambar alayhissalomning kiyimlari deymiz, qilishlari deymiz, ashunga o'xshash soqollar deymiz, ashundaq narsalarni ko'rgan vaqtida uning tavob qilib qilishning hammasi nima degan vaqtida u agar ashunga qattiq e'tiqod bilan uni shu o'ziga bir shafoat qiladigan darajada ashundaq bir tushuncha bilan qilgan bo'lsa, u odam shirk keltirgan bo'ladi. Uni qilgan ishining hammasi nolga teng bo'ladigan gap. Endi bu müzik sohasidami boya az o'qib qoldik. Ya'ni arabniki shu vaqtida dapchagan bir ishlar bo'lgan. Ammo har millat o'ziniki müzik asboblarining o'zini chelishqi bo'ladi. Faqat bu yer cheklangan narsa nima degan vaqtda muzika chelindigan bu tekstning o'zi bu so'z bo'lganligi uchun buni so'z turkumidan qarab chiqish kerak. Şu vaqtda o yerda aytiladigan naqsha yoki bo'lmaydi she'rning o'zi buning ichida g'iybat shikoyat bormi, birsiga bo'xton chaplash bormi, birsiga haqorat qilish bormi, birisini ulug'iyat darajasiga chiqadigan o'zi madiylash bormi? Shundaq narsalarga diqqat qilish lozim. Agar u she'r u naqshning ichida masalan bizning shunda go'zal naqshalarimiz bor. Ota-onaga hurmat qilish, vatan millat uchun xizmat qilish, yaxshi ish qilish, yaxshi odam bo'lish, bilimli odam bo'lish, bilim ishqida deydigandek shunday go'zal naqshlar bor. Endi yaxshi mazmundagi naqshlar bo'lsa, bu naqshlar hech bir zaman harom bo'lmaydi. Uningga o'zi muzik chelish ham harom bo'lmaydi. Ammo u yerda shahvoniy naqshlar bo'lsa yoki insonlarni yomon yo'lga yetaklaydigan naqshlar bo'lsa yoki vahshiylikka da'vat qiladigan naqshlar bo'lsa yoki bo'lmaydi aroq ichishga o'xshash shunday qalaymaqan narsalarga da'vat qiladigan, targ'ib qiladigan naqshlar bo'lsa, ya'ni yig'ib aytgan vaqtda yomon ishlarga targ'ib qiladigan, yaxshi ishlarning o'zini so'kadigan bundaq naqshlar bo'lsa, bundaq naqshlar harom bo'ladi. Uning o'zi harom deganimiz cheklangan bo'ldi. Qur'oni Karim cheklagan bo'ldi. Cheklagan naqsh bo'ldi. Uning o'zi müzik chelishning o'zimi butunlay cheklandi Qur'oni Karimda. Uni aytish, u naqshning o'zini, uni tingshash
va u naqshiga muzika chelish butunlay o'zi Qur'oni Karim cheklagan bo'ldi. Buni qilish jinoyat hisoblanadi Qur'onda. Ya'ni Qur'on mana shu vaqtda har qanday bir ishni, har qanday bir o'zi mayli madaniyat bo'lsin, mayli urf-odat bo'lsin, mayli o'zi har qanday bir ishning o'zini to'g'ri qilishni, yaxshi bir yo'lga qarta qilishning o'zini tashabbus qildi. Uning uchun har narsaniki Qur'onda bor, har narsaniki ikki taraf bo'ladi. Yaxshi yomon taraf. Masalan, insonmi yaxshi qila oladigan, yomon ish qila oladigan bir maxluq. Alloh taolo ashar cheklagan narsani nima degan vaqtda yomon ish qilish tarafini o'zini cheklaydi. Demak, har narsaniki yomon tarafini cheklaydi, yaxshi tarafiga yo'l qo'yishlik. Misolda, buning uchun buni o'zini bilib olishimiz kerak, prinsipini, bunday prinsiplarni bilib olishimiz kerak. Çünkü hamma ishning o'zida uniki yaxshi tarafi bo'lsa, uning o'zini qilsak bo'laveradi. Ammo u yaxshi tarafi bo'lishning sirtida u narsa shunday boy degan o'xshash shirk kapirdigan. Bunda shaklda ko'p qolsa, u bo'lmaydi yani. İslam bir millatning tili va yeziqimi deganni o'zi bu menga nim qilib qaptiki, shuning o'zini qilib qo'ygandim. Ammo islom bir millatning tili va yeziqi emas. Biz şu Qur'onniki nimalarni Qur'on haqida so'zlagan vaqtimda dedik, Qur'onni hozirgi vaqtda Uyg'urcha Qur'on holatiga kelish kerak. Yani Uyg'urlar uni to'liq foydalana oladigan bir holatga kelish kerak degan to'g'riliq bir to'xtalgan bo'ldik. Yani Qur'oni Karimdagi arabcha bo'lgan Qur'oni Karimdagi mazmunini tarjima qilish orqali, mazmunini o'zi yezib chiqish orqali Uyg'urcha, Uyg'urlar uni to'liq bir manfaatini oladigan bir holatga kelish bu nihoyatda muhim. Bizniki mana o O'rta Osiyoda bir 6-7 yil turish jarayonida ko'rgan bir ishlarim bor. Bizniki shu cho'nglardan o'sha yangi hayot deydigan, misol ayndaq bizniki ko'ni yoziqda, ya'ni ko'ni Uyg'ur, bizniki Uyg'ur yozig'imizda yozilgan ayndaq gazet jurnalining o'zini hech narsaga ishlatmay shu 1 metr olib ketgan andaq yig'ib qo'ygan yani ko'rgandim. Nima ish qilib qo'yildi desam, bu arabcha yoziqga uning uchun deb shundaq yig'ib qo'yibdi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtida u Qur'oni Karimga e'tiqod qilishning sirtida arablarniki yoziqimi, arabning yozig'ining o'zini bir din qatorida hisoblaydigan, uniki tilnimi, u nim deyotdi, annani deyotamdi, voy yapti oymat deyotamdi, uning hech qanday o'z nimi yo'q. Uniki o'zi ma'nosini tushungan narsa yo'q. Berib shu arab so'zlarni qo'ysa, yomon gapni qilatamdi, yaxshi gapni qilatamdi, uning gapimi o'zi din bo'lib qolgan bundaq ishlar buluqliq. Demak, bu yerdagi narsa bu emas. Qur'oni Karimda so'zlagan vaqtda yaxshi so'zlash, o so'zning o'zi bir odamniki so'zi o odamniki qandoq odam ekanligini ifodalaydigan narsa. Onun uchun tilini güzel buluş, insanlarga güzel holatda so'zlash, güzel narsalarni so'zlash bu Qur'oni Karim yo'l qo'ygan narsa. Shuning uchun o tilni kim usquni yo'q degan bir gap bor bizda, yomon gapmi chiqadi, yaxshi gapmi chiqadi. Bu yerda Alloh taolo yomon gap chiqish tarafining o'zini cheklaydi, yaxshi gap qilish tarafining o'zini yo'l qo'yishliq. Shuning uchun bu yerda arabniki yezig'i bo'lsinmi, tili bo'lsinmi, har qanday bir kitob bo'lsa, o kitobning ichidagi to'g'ri narsa to'g'ri bo'ladi, xato narsa xato bo'ldi. Arabcha yozilgan bo'lsin, nemischa yozilgan bo'lishidan qat'iy nazar, uniki o'zi ichidagi narsaniki to'g'ri xatolik ahamiyat berish kerak. Asla uniki arabcha yozilib qolganligiga ahamiyat bermaslik kerak. Yana islom ota-bobolardan qolgan merosmi degan bir o'zi, ya'ni meros qolgan bir narsami degan haqida bir savol bor ekan. İslam bir ideologiya, yana koinotni yaratgan Allohga o'zi ishonishga asoslangan bir ideologiya. Va o ideologiyaniki sirtida insonlarniki butun söz harakatlari, e'tiqodlarini tortib hammasiga prinsip, yani belgilangan bir prinsipning o'zini nima deydi desa, islom deb ataymiz. Shuning uchun bu islom ota-bobosidan qolgan narsa emas. Ya'ni meniki ota-bobomniki musulmon bo'lib qolishi bilan meniki musulmon bo'lishim o notayin. Endi men musulmon bo'lish uchun qanday qilishim kerak degan vaqtda men u islomga doir kitoblarni o'qib,
onun to'liq xabar tepib, onun ishonish bilan men musulmon bo'la olaman. Ishonish va uning amal qilish bilan. O ota-onamiz o'zi kilim tayini o'g'itib qo'yish bilan yoki bo'lmaydi, namoz o'qishni o'g'itib qo'yish bilan u odam o'zini musulmon hisoblash bu to'g'ri narsa emas. Uning uchun har bir o'zi men musulmon degan odam bo'lsa, u odam o kitobni qo'liga elib, islomga doir kitoblarni qo'liga elib, bu Qur'onning o'zini qo'liga elib, Qur'onning tarjimasini yaxshilab o'qib, takror o'qib, kallasidan o'tmagan yavib qolsa, uni tarjim qila oladigan insonlardan so'rab, uni kallasidan o'tkazib qilish lozim. Ya'ni Qur'on nəhayət kichkina bir kitob, uning o'zini bir yilning ichida bir qancha qatim o'qib chiqib bo'ldi misol. Ashning o'zini yaxshilab 2 qatim, 3 qatim o'qib chiqsa, u islomga doir masalalarni tamoman bila oladi. Bila olgandan keyin u odam uningga ishonish bilan, uning amal qilish bilan u odam musulmon bo'la oladi. Bo'lmasa, ota-bobosini qilib qilish bilan, u o'zi men namoz o'qisam bo'ldi, men o'zi yaxshi ish qilsam bo'ldi deb qo'yish bilan bu ish olmaydi. Ya'ni yaxshi ishning o'zini boshqa bir dindagi insonlar qiladi. O ayrım bir narsa. Shuning uchun o'zi iymon bilan yaxshi ish qilish bu nihoyat muhim. Shu sababdan har bir o'zi men musulmon degan odam o'ziniki dunyo va oxiratlik bo'lgan kitobi bo'lgan Qur'oni Karimniki o'zi biladigan tildagi nemasining o'zini tarjimasining o'zini yaxshilab o'qib, tahlil qilib, tafakkur qilib, ondan keyin o'zi uning bir ishonchi bog'lash va uni amaliyotda ijro qilish bu o'zi u odamning islomga kirganligini, u odamning haqiqiy musulmon bo'lganligini ifodalaydi. Shuning uchun qarindoshlarimizniki shu Qur'onniki hozirgi vaqtida 4 tal tarjimasi chiqdimi? Evet, 4 tal hozircha Muhammad Yusuf Tamolla bundan keyin nimaninki diniy ishlar idorasininki deb chiqargani. Undan keyin Enes hojimninki, yeni bir Heytaxunning var. Şu 4-5 tek bakın. Şu hozir 4-5 tarjima varken, aşının o'zidan shu halqi bu tarjima chiqib ketdi demay, ashuni hammasini unda o'qib chiqsanglar, uni birsi bir yani ifodalagan bo'lsa, yana birsi uni yaxshi ifodalagan bo'ladi. Halqi tarjimaning chiqib bo'lganligi menimcha yaxshi deb qarayman. Chunki undan foydalanish manba, ayrim manbadan foydalanib odamlar qilgandan keyin her adamni tarjim qilish uslubimi biroz o'xshamaydi. Shuningga to'g'ri. Hamma sohaning o'zini, hamma har o'zi tarjimaning o'zini o'qib, shuningdan o'zimizga kallamizni o'tkazadigan mundaq bir o'tkidak yoki o'tmaydigan ya bo'lsa, shuni tarjim qilgan ustozlardan so'rash orqali aniqlasak yaxshi bo'ldi. Shuning uchun halqi falan tarjim qilib bo'lganda, endi sen nima tarjim qilding deyish butunlay xato. Zaman o'xshamaydi, o tushuncha o'xshamaydi. Qur'oni Karimga bo'lgan qarash, masalan, Mehmet Salih Damollam 87-yil, 86-yil o tarjimani qilgan bo'lsa, undan keyin insonlar dunyoning har qaysi joylariga chiqib, nurg'unlagan o'zi o Qur'on, ya'ni islomga asosan tushunchalarni hosil qilgan bo'ladi. Shuning asosan o Qur'on texim keng doira tarjim qilgan gap. Shuning uchun uni har tarjimani o'qib ko'rish o'zimizga foydali bo'ldi. Bizmi mana shu tarjimlarni o'qib, misol tarjim qilishni ashunday ko'n ustozlarniki tarjim qilishlardan biroz o'rgangan yerlarimiz bo'ldi. Bu nihoyat yaxshi bir ish. Ya'ni bir-birimizniki inson bo'lish sifatimiz bilan bir narsani 100% qila olmaymiz. 100%lik inson aslo bo'lmaydi. Ammo ba'ziyan xato qilib qo'ygan bo'lsa, ma go'yning o'zi o'shani xato qilibdi deb uning o'zini tillab, haqoratlab qilishga hech qanday hojat yo'q. Uni to'g'ri qilgan yerdan yoki u kallamizni o'tmagan bo'lsa, boshqa diniy olimlardan uni so'rash orqali uni o'zi to'g'risini tushunib olsak bo'laverdi yani. Yani demek yo'g'imiz bu yerda ota-bobomizdan meros qoladigan narsa emas islom. Har bir inson o'zi o'ngchi-boshqa kallasini ishiltib, tafakkur qilib, o Qur'onni o'qib, uningdan keyin o'zi bu to'g'ri ekan deb uning ishongandan keyin u
Onu əməl qılğandan keyin əməliyyatda ondan keyin o adam musulmon bo'lgan gap. Shuning uchun biz deganda Uyg'urlar 1000 yildan beri musulmon. Bizda ham shu musulmon bo'lgan odamlar tug'ilgandan keyin biz musulmon deb bunda qarash bo'lmaydi. Shunday qarashning sababidan biz islomni ichiga kirib qolgan, masalan, nurg'ulg'an xurofotlar, nurg'ulg'an bizning millatni vayron qilayotgan narsalarga kirib qolganlardan hech qanday xabarimiz yo'q. Shuni islom deb o'z qabul qilib, shuning o'zi shuni ijro qilib kelganligimiz uchun kunimizning bu bo'lganligi. Uning sirtida masalan hozir butun dunyodagi islom dunyosi 2 milliard musulmon bor bu dunyoda. 2 milliardga yaqin desak, 2 milliard to'liq bo'lmasa-mu, 2 milliardga yaqin o'zi musulmon bor. 2 milliardga yaqin musulmonning o'zi hozirgi vaqtda oyatni o to'pqa videoni qo'yib to'p-to'g'ri so'zlab turganning o'zi xalqaroga sunug'dak, ya'ni boshqa bir dindagi yoki boshqa bir millat sunug'dak yo bir axloqining tayini yo'q, yo bir ilmining tayini yo'q, yo hech qanday safosining tayini yo'q. Mahorat tushib 2 milliardga yaqin insonniki bo'layotgan narsa. Musulmonlar 2 milliard degan bilan, mesela O'tir shaharda hozir necha 100 million musulmon bor. Bir 5-6 million keladigan bir Yahudlar ashani bombardimon qilib vatvarga chiqaryapti. Hech qanday ashnaqa masalan og'zini itib, jemmata o'zi og'zi suv olgan mozdozdak o'ltirdi emas misolda. Demak, bu yerlik narsa nima degan vaqtda bu sonniki ko'p bo'lishi u odamniki alomat o'zi musulmonlarning eqib ketganligidan derak vermaydiganligini. Uning safosining bo'lishiniki nihoyat muhimligining o'zini. O Yahudlarning safosi masalan musulmonlikdan yuqoriga hozir hammasi Yahudning oldida tiz cho'kdi. Necha qatim urushda tiz cho'kdi. Nima uchun degan vaqtda safo bo'lmaganligi uchun. Demak, bu yerlik narsa nima degan vaqtda, ya'ni musulmonman deb qo'yishning o'zi ayrim bir masala. Musulmondachilikqa, ya'ni Qur'oni Karimdagi islomga amal qilish bu ayrim bir masala. Bütün yalğancılık, kazzaplık özü, böhtan çaplaş, bütün öz Kur'an-ı Kerim çekilgen yama işinin hemmesini kılış bu Müslümanlıkta mevcut. Kur'an-ı Kerim kılan diyen işinin hemmesini kınmaslık, ya ki köp kısmını kınmaslık Müslümanlarda mevcut. Ma kapırlar, ma garip devletleri karşılaşıyor diye vaxtda Kur'an-ı Kerim kılan diyen işinin köp kısmını, yani garip dünyasında kılıklık. Kınmal diyendeki köp kısmını kınmaklıkmış o garip dünyası. Onun için bularning işi aldığı menaqliq. Müslümanlar çoğdasa Kur'an-ı Kerim'e tamamen karşı iş qaldığı için bularning işi çoğdasa axı yeniqliq, özüm ilgiri basmaq zaten bu İslam diniga yana şu Arapniki şu geleneksel İslamga kirganligi uchun bütün o'zi İslam dünyası tamamen vayron bo'lish girdobga kelib qoldiq. Zaten vayron bo'lyapti bir tarafdan şu Türkning gapi borki çorap sökkendek sökülürdü degan. Aşnıga o'xshash bir tarafni vayron bo'lib ketyapti hozir. Biz vayron bo'ldik. Hozir Arab dunyosi tamamen vayron bo'lish oldida. Buning hammasi nimadan degan vaqtida bu shu islom bilan munosabatlik. Yana nurg'un odamlar bor. Islomning nima gunohi bo'lsa, islom qanchalik amal qilding deydi. Islomga amal qildik yeri qo'ymagan, ham islom butunlay insonlarni aldaydigan bir islomga aylangan. Yani Kur'an-ı Kerim'e bütünley doğru gelmeydiğen, Kur'an-ı Kerim oturup koygan İslam'ın tamamen zıttı olup, o namda ataklı İslam, ama ameliyat görse İslam'ın tamam düşmanları oturup çıkan bu halkı geleneksel İslam. Onun için bu insaniyetinin özüne, öz vakit kutkazgan bu İslam, hazırki vakitte kutkazanmaygan bundak bir halet düşüp kalıqlık. Bunun bütün sebepleri nerede diye vakitte, hazırki digendek, İslam deb biz başqa bir narsaning oqisini ketayotganligimiz uchun bo'layotgan narsa. Agar biz Qur'oni Karim bizga o'tirib qo'ygan, ya'ni islom bilan mangan bo'lsak, hozirgi vaqtda 1400 yildan birisi hozir butun g'arb davlatlari musulmonlar qilib qolgan. Uning oxiri qilib qolib hozir butun dunyoning oxiri kim bor desa, hatto buddistniki, o nimada Hindistondagi kalning suydigini ichadigan ashunday bir buddistlar borki, kalga e'tiqod qiladigan har xil. Shu buddistlarni oqib qilib qoldi musulmonlar. Eng oddiysi. Buning hammasi nima sababdan degan vaqtida bu Qur'oni Karimdagi
Alloh taolo qiling degan ishni tamoman tashlab, qilmang degan ishga berilib, butun dunyoning aldamchiligini, butun dunyoniki o'zi kazzobligini shu musulmonlar qilayotganligi uchun bu kun qiliqliq. Shuning uchun biz bu Qur'ondan nazar programmamizni boshlagan vaqtda dedik, nurg'un qatim debatimiz haqiqiy islom zot nima? U haqiqiy islomning o'ziga biz qaytgan vaqtda biz qanday bo'lamiz? Misol, haqiqiy islom odat, urf odat, bir millatning madaniyati bu narsa haqiqiy islom emas. Haqiqiy islomdagi birinchi asosi nima degan vaqtda ilm. Ya'ni ilmni asos qildi. Birinchi o'qishni bu o'qishga o'raydi uning uchun. Shuning uchun o'zi birinchi o'zi nima Qur'oni Karimdan iborat bu islomning o'ziga biz amal qilmaganligi uchun biz o'zi ibodat degan bir narsa berilib qolganlik. U ibodat deganning o'zimi Arabniki butun jahiliyat zamonida yig'ilib qolgan narsaning hammasini shu dashqallarni akilib, rivoyat yo'llari bilan insonlarga ibodat deb sunuqliq. Shuni shu ibodatning oxiriga kirib vayron bo'lib ketdik. Bu ibodatning o'zi taraqqiy qilsa insonni vayron qiladigan, aqidani vayron qiladigan, shirk paydo qiladigan bir narsa. İbadetni taraqqiy qiladigan narsa emas. Ibodat deganda Alloh taolo degan payt qilish lozim. Uni ortiq qilib o'z paloni axshimizni manchi rakat namoz o'qiymiz, pustani axshimiz paloni manchi rakat namoz o'qiymiz, paloni axunga atab o'qiymiz, pustani hadiya qilish uchun o'qiymiz. Deydigandek bunday bir narsani bu islom dini faqat qabul qilmaydi. Shuning uchun bu islom dini qarshi bo'lgan, shirk paydo qilgan, tamoman o'zi insoniyatni vayron qilgan bir narsaning o'zini musulmonlar o'ziga din deb qabul qiliqliq. U sababdan o'zini vayron qilgan narsani din deb qabul qilganligi uchun musulmonlar vayron bo'liqliq. O'zicha Qur'oni Karimdagi jannatni va jannatning ichidagi hurulni tushga kelib ketgan insonlar bor. U yerning nima ishi bor bu apting wala misol. U yerga hozirgi zamondagi bu musulmonlar u yerga kirsa, u yerga u boshqa insonlarni kirgisi kelmaydi. Unda yerga kirishni nima ishdi? Bu hozirgi musulmonlarning o'zi unda yerga kirsa, u yerda shu jadaldan boshqa narsa yo'q degan gap. Shuning uchun bu yerning o'ziga deganda haqiqiy inson bo'lgan odamni kirdigan yer. Qur'oni Karim tasvirlashicha. Shuning uchun biz Qur'oni Karim tasvirlagan islomga ergashgan vaqtida o'zimizni qutqiza olamiz. İş qilib Qur'on va'da qilgan hamma narsaga yeta olamiz, yani mana shu vaqtida. Agar uningga qilmay xato yo'lda ketilaversak desa, o'zimizni insonligini yo'qotishning sirtida tamoman yo'q bo'lamiz bu dunyoda degan gap. Ya'ni islom payg'ambarlarniki so'z harakati va sahobalarning so'z harakatimi debdi. Programmani ko'rgandan keyin nurg'un odamlar endi bir narsani shaxsiy xodimimni yo'llab qo'ydi. Biz bu sohadami to'xtalgan, masalan, payg'ambar alayhissalomniki qilgan ish harakatlari, uning o'z Qur'oni Karimdagini asos qilamiz biz. Hech bir zaman rivoyat kitoblaridagini asos qilmaymiz. Qur'oni Karimdagi payg'ambar alayhissalomning qilgan ish harakatlari tamoman Qur'onniki shu zaman va shu makonda shu millatniki, ya'ni shu jamiyatda o'zi ijro qilingan ijroati. Yani şu zaman ve şu makan ve şu cemiyetke muvafiq holatda icra qilingan bir icraat. Xalas. Ama o fakat o'zi u din deyishga qat'iy bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda din shu payg'ambarni shu ishni qilg'izgan narsa. Payg'ambarga shu ishni qilg'izgan buyruqlar, prinsiplar bu din. Ama asla uniki o'zi qilgan ishi din emas, dinning ijroati. Masalan, Qur'oni Karimda 25 payg'ambar zikr qilindi. O peygamberlik bir kısım sahabelerime zikr kılındı. Onun karşısındaki insanlar zikr kılındı. Bunun hemisi neyme diye vaxtda her bir peygamber öz zamanında ilahi kitabını icra kılan vaxtda şu öz zamanı ve makandaki cemiyetke asasen onu icra kılıqlık. Onu ikinci akıdan kelgen peygamber o halet icra kılmaklık. Ne için diye vaxtda? Çünkü o cemiyet yok. Onun 100 yıl, 200 yıl en az olsa olmuş 500 yıl, 1000 yıl keyin kelgen bir peygamber 1000 yıl burunqi o'z payg'ambarniki ishini qilish aslo mumkin emas. Chunki jamiyat boshqa. Shuning uchun
Qur'oni Karimdagi bu o'zi prinsipga asosan Qur'oni Karimdagi shu qo'ygan prinsiplarning hammasini har bir inson o'z jamiyatida shu jamiyatiga loyiq ijro qilish bu Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan yo'l degan gap. Buning qarta Qur'ondami la yukallifullohu nafsan illa vus'aha degan oyatlar var misol. U nima degan vaqtda har inson o'ziniki shu sharoitda o'ziniki toqat yetgan shart bilan uni ijro qiladigan gap. Hozir shu biz deganni ahli sunniy val jamoa payg'ambar alayhissalomning sunnatini tutyapmiz degan insonlar payg'ambar alayhissalomniki qo'ygan saqalning o'zini qo'yishdan boshqa hech qanday bir ortiq bir ish qilgan yeri yo'q. Ular o'qigan namozni biz o'qiyapmiz. Misol, ular tutgan ro'zni biz tutyapmiz. Eng oddiysi. Payg'ambar alayhissalom ashlar tutgan telefonni tutgan yeri yo'q. Payg'ambar alayhissalom ular chiqqan mashinaga chiqqan yeri yo'q. Payg'ambar alayhissalom zamonida qilgan ishlarni ularning hech birisi qilgan ishi yo'q. Uning uchun o payg'ambar alayhissalomning qilgan ishining o'zini biz qildik deyishga hech qanday haqqi yo'q. Ham qilolmaydi. Nima uchun degan vaqtda uni qilish uchun 1400 yil burungi zamon qaytish kerak. Shu jamiyatni yaratish kerak. U vaqtda uni qila oladigan gap. U mumkin bo'lmagan bir narsani o'zini men qildim, qilyapman deyishning o'zi tamamen bir xato bir narsa. Sen hozirgi jamiyat yashayotsa, demak ki Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarning o'zini hozirgi jamiyatdagi ahvol qarta yashaysa, shu jamiyatda o'zi yoshitsa uning o'zini. Mana bu Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan islomni jamiyatda shu har bir insonniki yashatganligi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bunaqi nurg'un qatim shu sunnat yoki nima shunday bir mazmun haqida to'xtalgan vaqtda jiqdidik. Masalan bir davlatning qonuniga o'xshash. Qonuniga o'xshash bu Qur'onniki nemis prinsiplari masalan bu faqatlalqi nima endi balki ilohiy bir nizomnoma, insonlarga tushgan bir ilohiy nizomnoma. Bu nizomnomani har bir inson yoki har bir to'plum, har bir davlat o'zining sharoitiga qarata uni ijro qiladigan gap, ijro qilgan vaqtida o'xshamagan shaklda ma davlatniki yana bir davlatga yoki ma to'plumniki yana bir to'plumniki o'xshamaganda ijro qilinsimi, u o'ziniki shu yerda yashayotgan sharoitga qarata ijro qilinganligi uchun to'g'ri ijro qilinganligi deb hisoblanadi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda payg'ambar alayhissalomning zamonasidagi bo'lgan bir ijroatni akilib hozirgi zamonda mushbat ijro qilamiz deyishning o'zi bu o'zi kalla faqatla ishlamagan odamlar deydigan gapi. Bu biz misol hozirgi vaqtda payg'ambar alayhissalomni hozirgi vaqtda kallamizda tirildirib, hozir payg'ambar alayhissalom tirik bo'lgan bo'lsa nima ish qilatil desak, bu savolning javobi hal bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom hozir hayot bo'lgan bo'lsa, shu 1400 yil burungi paytda ish qilgan bo'ladimi yoki hozirgi zamonga loyiq ish qilgan bo'ladimi degan vaqtda biz uning kesimli javob bera olamizki, hozirgi zamondagi eng ilg'or holatda ijro qilgan bo'ladi payg'ambar alayhissalom. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz davomli o'zi 1400 yil burungi ishni emas, hozir shu Qur'ondagi prinsiplarni, buyruqlarni qanday ijro qilamiz, qanday qilib eng yaxshi o'zi shaklda o'z ijro qila olamiz. Buni o'zi o'ylashimiz, shu holatda ijro qilishimiz bu o'zi Qur'oni Karimga, ya'ni Allohning diniga amal qilganligimiz va uni ijro qilganlik deb hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda payg'ambarlarniki nurg'un odamlar va usvatun hasana degan oyat borki, bu yerda payg'ambarlardan ulgu elish to'g'riliq degan o'zi nimalar bor. O usvatun hasana deganning o'ziga Alloh taolo payg'ambar alayhisalom nurg'un so'zlashlik. Sen sana qilingan vahiyga ergash. Usvatun hasana degan bu. Ya'ni payg'ambar bütün payg'ambarlar shunday. Alloh taolo qilgan vahiyga ergashishlik, shuni ijro qilishlik. Biz u payg'ambarlardan o'rganadigan narsa nima degan vaqtda bizmi shu Alloh taolo vahiy qilgan vahiyga ergashish lozim degan bo'ldi bu yerda. Bu yerda hech bir zaman Qur'onning hech bir yerda payg'ambar qilgan ishni qil degan to'g'riliq hech qanday bir narsa yo'q. Chunki payg'ambar u Alloh emas. Uning uchun u payg'ambar Allohniki buyruqlarini shu o'zining zamoni va makonida
şunun loyiq holatda ijro qilgan bo'lsa, payg'ambar shu o'zining zamonidagi ilg'or shu zamonga loyiq ijro qilganligini biz ko'chirib o'zimizga kelgan vaqtda bizmi o'zimizning zamon va makonimizda uni eng ilg'or holatda ijro qilsak, payg'ambarga o'zi payg'ambarni o'zimizga ulgu qilganlik shu yerdan kelib chiqadi degan gap. Bu illoki payg'ambar alayhissalom shu chaponni shu zaman chaponni kelgan bo'lsa, sen shu zamondagi chaponni tepib kiysa, payg'ambar alayhissalom o'zi to'g'ini mingan bo'lsa, sen shuni minisa degan bundoq bir narsa chiqmaydi bu yerda. Yani sahabalarga nisbat berilgan, payg'ambar alayhissalomga nisbat berilgan va burun payg'ambarlarga nisbat berilgan rivoyatlar yoki Qur'oni Karimdagi boshqa Tavrat, Injil, Zaburdagi boshqa payg'ambarlar haqida yozilgan bu shu kitobdagi shu payg'ambarlar haqida yozilgan narsalarniki o'zi din bo'lmaydiganligini mushu yerdan bilib olsak bo'ldi. Dinniki ijroati bo'lganligini. Xuddi boya misol keltirib deb o'tkitib qoldik. Misol Turkiyani misolga olsak, Turkiyaning asosiy qonuni yezib qo'ygandan keyin uni birinchi ijro qilgan bir prezident bo'ldi. O prezident uning o'zini shu zamonga, shu yerdagi ichki tashqi vaziyatga qarata ijro qildi. Uningdan 20-30 yil yoki 50 yil keyin kelgan bir prezidentmi shu qonunni ijro qildi. Ammo uni ijro qilgan vaqtida asla u burunqi birinchi ijro qilgan odamdek uni ijro qilmaydi. Nima uchun degan vaqtida agar burunqi birinchi qatim ijro qilgan odamdek ijro qilmay desa, u birinchi qatim ijro qilgan odam duch kelgan ichki tashqi vaziyat naq shu vaqtdan bo'lishi kerak. U vaqtdagi vaziyat tamamen o'zgargan. İchki jihatda masalan burun kambag'al bo'lgan bo'lsa, keyin pul topgan, burun taraqqiy qilgan bo'lsa, keyin taraqqiy qilgan, burun o'zi millat nodon bo'lgan bo'lsa, keyin o'qib hamisi o'zi ma'rifatli bo'lgan misol, burun o'zi dushman oz bo'lgan bo'lsa, keyin dushmani ko'p bo'lgan, bundaq bir shart ostida u qonunni ijro qilishmi shu ichki tashqi vaziyatga qarata uni muvofiq holatda ijro qilingan gap. Bir odamni ijro qilib qo'ygan ishi uniki tamoman o'zi keyingilarni shubhat ijro qilish lozim degan gap chiqmaydi. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda burunqi ijro qilgan shu prezident u qonun qanchalik sodiq bo'lgan bo'lsa, uningdan biz ulgu oladigan narsa nima degan vaqtda shu qonunga sodiq bo'lib, hozirgi zamonga eng loyiq holatda ijro qilsak, uning sodiq bo'lgan bo'lamiz degan gap. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda bizniki eng tushunilishli masala payg'ambar alayhissalom ve onun sahabeleri şu vaqtda Qur'oni Karimdan iborat bunu prinsiplarga şu vaqtda shunchalik sodiq qolgan bo'lsa, sodiq ijro qilgan bo'lsa, biz ulardan o'rganadigan narsa nima degan vaqtda uni qilgan ish emas, u Qur'onga bo'lgan sadoqatmanlikni o'rganishimiz lozim. Qur'oni Karimni hozirgi zamonga hozirgi zamonda Qur'oni Karimni qanday ijro qilamiz? Buningga samimiy bo'lishimiz lozim degan gap. O payg'ambar alayhisalom ani qilibdi. Sahaba ani qilibdi degan gapningiz din emas u. U shu vaqtda qilingan ishniki hikoyasi xolos, agar qilingan bo'lsa. Shuning uchun bu yerdagi bizniki bilib olgan narsamiz din nima degan vaqtda, ya'ni yig'ib aytgan vaqtda islom dini har qanday e'tiqod, ibodat, madaniyat, urf-odat, so'z, harakat, kiyim-kechak, yurish-turish, yemek, içmek, muamele, siyaset, iktisat, cemiyet ve başka nurgulgan insanga ve insaniyet cemiyeti münasebetlik nurgun işlağa koyulgan prensipinin özü nima degan vaqtda islom degan bu yani. Muşunun özünü biz tushunib olsak, o vaqtda shu islomning shu prinsipini tushungandan keyin biz o'zi qildigan ishimizning o'zini, jamiyat qilgan ishimizni shuning shu prinsip hisoblagan, xuddi birga ishkini qo'ysak qancha deganlar o'zi bir savol chiqib turgan bo'ldi, shu qo'shni bilsak va to'g'ri chiqavergan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa bizniki bilib olganimiz Qur'on, ya'ni islom dini prinsip, ya'ni har narsaga belgilangan prinsipning o'zi islom. Uni o'zi ijro qilish u islomning ijroati xolos. Yani buniki özünü biz hozirgi vaqtda tushunish kelsa, burun buni chiqatin deb o'tdik. Bu bir ideologiya, misol unda sen nurg'a odamnim qildi. Masalan, demokratiya deymiz.
sosyalizm deymiz, kapitalizm deymiz, modernizm deymiz, laiklik deymiz. Muşuna qoş ideologiyaning o'zini bir nizomnomining o'zini ko'rsatdi. Masalan, Turkiya hukumati laik bir davlat. U vaqtda bu qanday qilib degan vaqtda butun o'zi qonun prinsiplarining o'zini shu laiklikdan iborat shu o'zi nimaga nizomnomiga asosan tuzib chiqadi. Ya'ni hech qanday bir dinga mansub bo'lmagan, davlatni aql, mantiq va ilm bilan boshquradigan degan bir prinsiplar bor. Ash prinsipga asosan ondan keyin o'zi xalq o'ziniki erkin fikr qilish, huquqiga ega degan o'zi har xil huquqni nima qilgan o'zi qonunlari bor. Jinoiy ishlar qonunlari bor. Misol jinoyatni bekitish qonunlari bor. Shunday qonunlarning hammasining o'zini shu laik degan shu nima qarta, shu nizomnoma qarta uning o'zini tuzab chiqadigan gap. Tuzab chiqqandan keyin uning o'zini ijro qilgan vaqtida andan keyin o'zi shu prinsipga asosan masalan Turkiya hukumatiniki shu sotni bor deydi. Men u sotga kirib boqmagandan keyin bu yerda din so'zlanmaydi demdi. Shunday bir narsa bor degan gapni anlagandim, rasmiy yolg'on bilmaymiz. Ammo undaq yerda mening diniy qaridishimga men buni sal azroqroq kesim ketsay, u Yahudi ya Nasara buni jiq kesib o'tadigan bundaq bir narsa bo'lmaydi. Bu yerda nima desa, din, e'tiqod hech qanday e'tiborga ilinmaydi. U Alloh va insonning orasidagi ish. Uni qilgan ish qanchalik o'zi jingvasida shuning qarta jazo kesildigan gap. Ya'ni bu nihoyat o'zi adil bir jazo bo'ldi shu vaqtida. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtida Qur'oni Karim shunga o'xshash bir ideologiya, yana bir nizomnoma mana shu butun insoniyatga nimqan bir nizomnoma. İnsanlar shu nizomnomaga asosan qonun tuzgan vaqtida u qonun to'g'ri chiqadigan gap. Misol, jinoiy ishlar qonunining o'zida Qur'oni Karimni qo'ygan prinsipi nima degan vaqtida u odamning qilgan ishiniki, ya'ni jinoyatniki eg'ir yenilikka qarta jazo berish, ya'ni shu loyiq jazo berish degan gapda. Loyiq jazo berish deganning o'zi ya'ni uning hech qanday din yoki e'tiqod kirmaydi degan gap. U odam qaysi dinda, qaysi e'tiqodda, qaysi mazhabda bo'lishidan qat'iy nazar yoki qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, u odamning qilgan ishi qanchalik eg'irlik bosadi, jinoyat qanchalik eg'ir, shuning qarta jazo berish, hech qanday uni boshqa narsadan surishtirib qilmaslik degan gap. Qur'on buni o'zi buyuradi misol. Siyosatning o'ziga qo'ygan prinsipi shu desa, hamma odamning diniy e'tiqodi o'ziga. Lakum dinukum valiyadin deydi, o'ziga. Degan o'zi prinsip bo'yicha siyosat qilganlar hech bir insonning diniy e'tiqodiga qaramay, u insonning insonlik bilan o'zi o'lchab turib, insonlik nazariyasi bilan unga siyosat qildigan gap. Meniki bizniki hozir mush Uyg'urlar bilish kerak buni o'zini. Musulmonga uning uchun biz musulmon bilan o'zi birga ish olib berishimiz kerak emas. Bizniki ishimizga yaraydigan qanday bir dindagi, qanday bir e'tiqodga odam bo'lishidan nazar bizga foydali bo'lgan har qanday odam bilan to'g'ri siyosatni menib ketaverishimiz lozim. Asla uniki dini bilan bizniki chatqimiz bo'lmasligi lozim. Nima uchun degan vaqtda? Chunki din inson bilan Allohning orasidagi ish. Uning hisobini biz olmaymiz, Alloh oladi qiyomat kunisi. Shuning uchun bu yerdagi din sohasida kesim kesilgan, dinga o'zicha egdochilik qilib olgan bundaq insonlarniki o hech qanday bu bir insonga kesim kesish, bir odamni diniy sohada haqoratlash haqqi yoki huquqi yo'q. Bu hozirgi davlatlarniki siyosatimi jinoyat hisoblanadi, Allohning oldida nihoyat og'ir jinoyat hisoblanadi. Chunki uniki bahosini Alloh berdi qiyomat kunisi. U musulmonmi yoki murtad murjimi, uning o'zini Alloh qiyomat kunisi hisobini berdi, nima jazosini berdi. Agar jazo nima yomon ish qilgan bo'lsa, qilayotgan ish agar rasmiy yomon bo'lgan bo'lsa, o agar undaq bo'lmagan bo'lsa, uning mukofotini ham Alloh berdi. Buni hech bir soha, hech bir zaman insonlar bu o'zi din sohasida jazo berish haqqi yoki huquqi yo'q. Ya'ni buniki e'tiqod va ibodat sohasida hech kim jazo berish haqqi yo'q. Haqqi yoki huquqi yo'q. Bir odam ro'za tutmagan bo'lsa, bir odam namoz o'qimagan bo'lsa, yoki bir odam Xudoga ishonmagan bo'lsa, u odamni biz jazolaymiz degan hech qanday haqqi yoki huquqi yo'q. Jamiyatga bo'lgan hamda nima jinoyat, jamiyatga bo'lgan ishlar degan vaqtda, jamiyat insoniyat orasida bo'lgan ishlarga insonlar o'zi jazo berish haqqi va huquqi bo'ldi. Uning uchun Alloh taolo uning prinsip belgiladik.
o prinsipga asosan qonun chiqarib va adolat bilan o nimaning o'zini qonunni ijro qilsa, o insonlar Allohning adolatining o'zini vujudga chiqargan bo'ldi. Ya'ni shuning uchun bu yerdagi bizni bilib olish tegishli narsamiz nima degan vaqtda islom dini e'tiqod, ibodat va prinsipdan iborat. Mana shu narsani bilib olsak bo'ldi. Prinsipni nurg'un odamlar bilmaydi. Hozir bizniki o'zini doktor, doçent doktor deyotgan insonlarning nurg'unlari Qur'oni Karim din degan nima desa, Kitobulloh, Sunnat Rasululloh deb o'ltirdi. Qur'oni Karimning ichidagi prinsip ekanligining o'zini bilmaydi nurg'unlari. Shuning uchun bu yerdagi prinsipni nurg'un insonlar yoki nurg'un diniy sohadagi insonlar uni o'tirib qo'yolmaganligi uchun bizning xalqimiz bu narsadan o'z bahramand bo'lolmoqlik. Masalan, biz uni har bir jinoyat yoki halol harom mavzusidami buni bir-birlab o'tirib qo'yib o'tdik. Misol halol harom masalasida bir narsani harom bo'lish uchun Alloh taolo qo'ygan prinsip nima desa, jonliqlarga uning yirtqich bo'lish va nejis bo'lishi u narsaning haromligini keltirdi ekan. Ya'ni bir narsa bu ikki narsa tepilsa yoki ikkisining birisi tepilsa, bir hayvon yirtqich bo'lsa yoki yirtqich va nejis ikki sifat tepilsa yoki olmaydi yirtqich yoki nejis degan ikki sifatning birisi tepilsa, o hayvon nejis bo'ldi, nima harom bo'lgan gap. Biz o'zimizning territoriyasida bir qism hayvonlarni yeb odatlangan bo'lg'achqa, masalan, shu Bangladesh deymiz, Janubiy Amerika deymiz, Hindiston deymiz, shunday yerlik bo'lgan vaqtda u yerlik musulmonlarniki yeyotgan narsalarni men o Bangladesh oshxonasida biroz ishlagandim. O'sha yerda yeyotgan narsani biz endi qusyapmiz endi. Shu darajadagi narsalarni odam yigitga shu darajadagi narsani yeydi, lekin uni biz yeb odat qilmaganligi uchun uni shunday ko'nglimiz erishadi. Ammo u narsa desa, u narsa harom emas. Misol ashlar yeydi. Biz odatda kelani yemaymiz. Arablar yeydi kelani, cheketkini yemaymiz. Arablar cheketkini yeydi. Misol. Nima uchun biz Qur'oni Karimda u narsa nejis va yirtqich bo'lish kerak. Jonliqlarning o'zi yoki mush ikki narsaniki birisi bo'lish kerak. Her bir musulmon shuni bilib olish kerak yani. Bir jonliqning o'zi harom bo'lish uchun nima bo'lish kerak degan vaqtda mush ikki shartning o'zini bilib olgan vaqtida u dunyoning qanday xayriga safar qilsin, u odam u vaqtda uning o'zini mana qarab, ma'nasi halol ya ma'nasi harom deya oladi. Masalan, iqtisodda bir davlat o'ziniki nimasiga, davlatga iqtisod yig'ish kelib qolsa, nimaga asoslanadigan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda qo'ygan prinsip nima? Ehtiyoj qarta yig'ish. Nayt o'ng'ay bir gap, bir jumla so'z. Ehtiyoj qarta yig'ish. Buning o'zini Qur'oni Karim bunday bir prinsipni qo'ygan. Yani devlet o'ziniki bir yillik iqtisodiy chiqimining o'zini xomchot qilib, iqtisodshunoslar qilgandan keyin xalqqa uni boj deb o'tirib qo'ydi. Davlatning o'ziniki tijorati bo'ldi, xalqaroda yoki xalqaro sotilgan narsalar bo'ldi. Uning sirtida andan keyin to'shmagan yerlarning o'zini xalqdan bojni yig'ish orqali to'shtirib, u yerda ehtiyojga kerak, ehtiyojga yetgidek mablag'ning o'zini to'shtirib, va davlatning ichi va sirtidagi chiqim qilgan yerlarga chiqim qilgan gap. Qur'oni Karim mana shunday prinsiplarni o'tirib qo'ygan. Haddi hisobsiz yig'ilishning o'zi insonlarga zulm paydo qilgan bo'lg'achqa, shu u yerda ehtiyoj qarta yig'ish deganning o'zini o'tirib qo'ygan. Ehtiyojni sirt yig'ishning o'zi xalqqa zulm paydo qiladi. Xalq zulm paydo qilgandan keyin xalq o'z davlatdan ayrildi. Shu vaqtda davlat bilan hokimiyat bilan xalqning o'rtasida surkinish paydo bo'lib, davlat vayron bo'lgan gap. Shuning uchun davlat vayron bo'lmasligi uchun xalqni noit e'tibor qilish kerak. Xalqni ezish, zulm qilish degan narsani buni o'zi qat'iy qilmaslik kerak. Xalq ko'tara oladigan ishlarni qilish kerak. Onun uchun Alloh taolo bu yerda noit muvofiq holatda uni ehtiyoj qarta yig'ish deganning o'zini o'tirib qo'ygan. Ya'ni uning qarta berilgan o'rinning o'zini Qur'onda nima bayon qilganlik
Yani ihtiyaç qarta insanlar devletke baş tapşırgandan keyin devletning ustidagi vazifani Alloh taolo aniq bayon qilgan. Yani devlet insanlarga, yani xalqqa vazifani topshirgandan keyin o vazifani xalq samimiylikda o'rindigandan keyin devlet uni qanday qilish kerak degan vaqtida va salli alayhim inna salataka sakanun degan ibora bor edi. Sen ularga yordam qilishing kerak. Yani hokimiyat devletga yordam qilish kerak. Yani devlet nima hokimiyat nimaga? Fuqarolik yordam qilish kerak. Buning uchun bu nima degan bo'ldi desa, birinchidan yordam qilish tegishli insonlar bo'ldi uning ichida. Masalan, qiyirlar bo'ldi, uşaq bolalar bo'ldi, yetim yesirlar bo'ldi. Bundaq o'zi o'rinlarga yordam qilgan gap. Ikkinchi so'zi sakanun. Sakanun deganning o'zi xotirjamlikka erishtirish millatning o'zini. Bu yerda pul mollarning o'zi garantiyaga olish kerak. Xalqning pul molini o'zi ziyonga uchrashini saqlab berish kerak. Hayoti va huquqiniki daxl tarziga uchrashini o'zi saqlash kerak. Hukumatning ustiga tushirgan narsa bu. Qur'oni Karim bu prinsipni o'zini o'tirib qo'ygan. Shuning uchun bu yerki narsa nima desa, har sohada masalan davlat qurgan taqdirda davlatniki xalq bilan hokimiyat o'tirisidagi munosabatni tortib hammani Alloh taolo nihoyat aniq o'tirib qo'ygan. Jiq millat, jiq diniga e'tiqod qilgan bir davlat o'tqas masalan Angliya shundoq. Angliyada hozir o bu dinniki soni qanchalik bu yerda bilolmaydi, necha yuz xil din var deymi. Aşındaq nurgun dinga e'tiqod qilgan insonlar var, yani nurg'unlagan millatlar var. Bularga nurg'u yani besib olgan bir millat o'g'ashqa, shu odamni eslik kelmaydigan aşındaq millatlar yashaydigan yer bu. Mushuncha olan millat bu yerda nima uchun bundaq inoq yashay oladi degan vaqtda davlat uningga hammasiga o'xshash o'zi qaraqliq va jinoyat o'tkazgan vaqtida mau oqga, ma qorga deb qaraga eg'ir oqqa undaq yenik kesmasdan qilgan shu o'tkazgan jinoyatiga loyiq jazo kesganligi uchun bu yerda adolat bo'lganligi uchun bu insonlar masalan oq bo'lsin, qora bo'lsin, har xil millat bo'lsinmi, shular inoq yashaydigan bir holat shakllanadi. Yani bir o'zi millat, yani bir ikkinchi bir millatniki diniy e'tiqodiga hujum qiladigan bundaq ishlar yo'q. Men uni bir nimada bir suhbatda dedi qo'shni o'zini. Mushu Londondagi mush janub tarafida bir yerga bordik bir kunlarda hozir ne uniki ismida ketib qolibdi. Borsak yo'lniki qirida, cho'ng yo'lning qirida bir jami turdi. Jamiga kirib biz namozni o'qib chiqdik. Uni yendilar. Orliqda bir 5 metr kela ya 10 metr kela orliq var. Yendilar o'zi nima? Chirkov turdi. Uning yendi yana tapınaq turdu ma Yahudilarniki. Onun yendi yana Hindistondagi kalaç o'qindiganlar var, aşındaqlarniki ibodatxonalar var. Endi nurg'un o'zi 3-4 xil ibodatxona turdi aşağıda. 4-5 xil degandek. Men shu vaqtda nima degan go'zal manzara degandim-chi buni. Men aşağıda hammasi ibodatxona qilib, bir mashinaga bir qancha odam kelib, bir mashinaga chiqib kelib, birisi jamiga kiryapti, birisi nima kirib ketyapti. Biz yashayamkudi borgandik. Birisi o chirkovga tapınaqning besida kirib ketyapti. U yerga kirib chiqib, namozni o'qiydi, o'zini ibodatini qilib chiqqandan keyin, ya'ni o'zlarining ishiga yana shu bir mashinada ketyapti-da. Alloh taolo buni iroda qiladi. Ya'ni insonlar har xil rangda bo'lsin, har xil e'tiqodda bo'lsin, u yerda bir-birisining e'tiqodiga aralashmasdan inoq yashashni o'zini maqsad qildi degan. Onun uchun Qur'oni Karimda diniga ishonish, ishonmaslik insonning ixtiyori. Yani Alloh taolo eng chong ixtiyorlikdan ishkini bergan insonga, erkinlikdan. Biri e'tiqod erkinlik, yana birisi so'z erkinligi. Yani fikr erkinligi. Yani e'tiqod erkinlik deganning o'zi nima? Har odam o'zi qaysi dinga e'tiqod qilaman desa, qaysi dinga kirim desa, u erkinlik o'zida deganlik gap. Ammo erkinlikni menga beribdi deb, ikkinchi yana bir dindagi insonlarga besim ishiltishni Alloh taolo cheklaydi. Yani onun layıkra pidin deb zade Kur'an-ı Kerim'de onun o ayetli çıkkı. Ola tesubul lezini yad'unu min dunillahi degan ayetler var misal. Aşının o'xshash o'zi ayetler arqali Alloh taolo kirish ixtiyorligini beriklik, ammo uni so'zlash erkinligini beriklik. O dinining o'zini men mandaq savat men to'g'ri mandaq deb o dinni jamoat xalqqa so'zlasa, u o'zining ixtiyori. Lekin
Ben sözledim, hem sen moşuna kirişin gerek dep mecburluğa vaxtida o adam cinayet ötközgen oldu. Şunun için bu dinde zorlaş koymayı, aşı zorlaşqa yakın bağa vaxtida aşağıya toxtaydı insan. Fakat o dinniki öz mahiyetini içip insanlara düşendiriş hakkı var. Ama onun neresine ötüşke qat'iy o'zi o cheklandi Qur'oni Karimda. Fikr erkinlik deganning o'zidami tafakkur qilsa bo'ladi, fikr qilsa bo'ladi. Misolda nurg'unlagan narsani tafakkur qilib, uni to'g'ri narsani, to'g'ri yakunni chiqarishga bo'ladi. Uni xalqqa yetkazishga bo'ladi. Lekin men mushuncha tafakkurni qildim, bu fikrning o'zini men mushunda qilib, mush to'g'ri deb nima qilyapman? Sen mushni qabul qilmadi. Sen nima uchun qabul qilmaysan deb ikkinchi bir odamni zo'rlash qilmaydi. Ya'ni Qur'on bu qadar yana bir güzel bir kitapki bunun içinde bunda prensiplarını öğrengendan keyin o o'zi uniki bir ilahiy kitap ekanligiga insonning ishonmay qolgan unda hech qanday bir narsa qolmaydi yani. O kadar yani insonga ta'sir qiladigan yana bir tarafdan hech bir zamonning cheklamasiga uchirmagan darajadagi shunday mukammal bir prinsipning o'zini o'tirib qo'yilgan yani. Bir şeyde bir sual tug'iladi. Bir şeyde bir sual tug'iladi deymi? Mesela o'tganda sordu bu Said Ekrem hojikimiz sordu bu sualni. Tamam, hozir biz shu Qur'onga da'vat qilyapmiz, Qur'on hamma masalani hal qiladi deymiz. Ambiya nurg'unlagan shu Qur'onga da'vat qilgan ustozlarnikimi fikrlarimi o'xshamaydigan chiqyapti. Buning sababi nima? deyotdi. Hamda buning sababi nihoyat aniq. U nima degan vaqtida ba'zan fikrlarda nurg'un olimlarniki birga kela olganligi yana birga kelib turib muzokara qilgan bo'lsa, o fikri bir yerdan chiqayotganligi u fikrniki shu mohiyati aniq shu birga yetganligini ifodalaydi. Ya'ni nurg'un odamning fikriniki bir sohada tafakkur qilib nurg'unlari izlangan bo'lsa, o izlangan narsa bir yerdan chiqqan bo'lsa, demakki u odam Qur'ondagi o narsani hammasi to'g'ri tushunganlikdan birga kelgan. Hamda o ba'zanlarniki birga kelamagan yerlarchi degan vaqtda ba'zanlari uni tik yetgan bo'lsa, ba'zanlar tek yetish bosqichida ketayotganlar. Misolda bo'lganligi uchun u narsa tik yetib bo'lmagan narsa tanqapalda bo'lgandan keyin u vaqtda o tik yetib so'zlagan odamlar bilan uniki o'z nemasi o'xshash olmaydi. Uning uchun u yerda Mustafa Aslam o'g'lining bir so'zi bor. Hammamiz o'rganchi deydigancha u nimani bildirdi desa, biz kichkina bir narsani bilib qolib, lekin hamma narsani bilib ketgan, butunlay bilib ketgan shaklda bundaq gap qilish bu bak to'g'ri ish emas. Ammo izlanib eng yaxshi olimlarning izlanib eng o'zi chekiga yetgan vaqt men mushu deb shu o'zi jazm qilgan butunlay kallarni o'tgan amaliyotga ham uyg'un bo'lgan shunday bir holat kelgan vaqtida ondan keyin jamoatga tabliq qilishi bu nihoyat yaxshi. Ammo hissiyotga tayanib turib kichkina mushtaq o'xshaydi deb turib nima qilish insonlarga o'zi yetkazish bu to'g'ri ish emas. Ya'ni mushu masala mushunga o'xshaydi deyish to'g'ri emas. Yo'q, o'xshaydi degan narsa bir yer kelgan vaqtda uni tabliq qilish men shunaqa nima qilaman, u to'g'ri ish emas. Ammo uni unda tik yetadigan vaqtda uni qo'yib qo'yish kerak, uni tadqiq qilish kerak. Eng tik yetgandan keyin ha to'xta, musha ekan bu eng tik degan vaqtda uni o'zini xalqqa yetkazsa, uningdagi fikr o'zgartirishga hojat qolmaydi. Misol bizim shu Qur'on Karimniki hammasi qonun degan bir zamonimiz bo'lgan. Qur'on qonun degan yer kelgan. Qarasak qonun desak, u masalan shu vaqtda biz qog'oz o'qiyotgan vaqtda uni chiqarib dedim. Shu nimaniki Jungoniki shu jinoiy ishlar qonuni, haq talab qonun deydigan, shu nima, siyosiy qonun deydigan, ya'ni asos qonun deydigan shunday 3-4 xil qonun borki, u nima jinoiy ishlar qonuni biroz qalin bo'ladiki, qolganlar ancha vaqt qalin emas. Ash qonunni o'qigan vaqtida unda qarasak Qur'oni Karim ashunga o'xshamaydi-ku. O'xshamagandan keyin to'xtatib bu qonun mandaqga, masalan, u qonunni o'qigandan keyin odamga boshqa bir narsa paydo bo'lgan gap. Bu Qur'oni Karimda undaq narsa yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin bu yerda qonun emas degan vaqti bu.
Hem siyaset değil desek, o siyaset hem yok onun da. İlim değil desek, o nurgun adamlar var. Vay bu matematik diye Kur'an'dan çıkan, nereden çıktı o Kur'an'dan desek, miras ne kadar 2'den biri, 3'ten biri, 4'ten biri diyen gap çıkıp kalsa, şu matematiknin hemisi aşidek aynı kıldım kıldıgan. Astronomiya hem hoşuna da deydi ki, asman halkı künül ayının özüne sözlep koysa, bütün astronomiya aşidek aynı kıldıgan adamlar var. Demek bu yerdeki neresi mi diye vaxtda Kur'an-ı Kerim'de bize düşendiği vaxtında dedik. Kur'an-ı Kerim ilim pen kitiyor emas, siyaset kitiyor emas, kanun kitiyor emas, ahlak kitiyor emas. Yani hiç kandak özü bir yani tabii pen, ictimai penige dair hiç kandak bir özü onun neymiş alakası var kitap emas. Fakat muşu bütün ilim, bütün insaniyetke münasebetli neslerin hemmisi geçiyor. Prensip belgileyen kitap bu. Onun için bu yerde devatqınımız ne diye vaxtda İslam dini itiqad, ibadet ve prensipten ibaret. Nayda addi mandaşıqa vaxtda. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her nesi koygan prensipten özünü kögül oldu. Mesela cinayet işlerinin özünü, cinayet işler kanunu tüzüge vaxtda mı? O halkı her kandak bir millet oluşunu qat'i nazar, dinga itiqad qıldığı insan buluşunu qat'i nazar, o yerdeki nesi faqatla cinayet işler kanunu tüzüge vaxtda ötkazgan jinoyatiga loyiq jazo berish lozim degan prinsipni tutgan gap. Shu vaqtda bu yerda dinchilik kelib chiqmaydi, millatchilik kelib chiqmaydi. Hamma narsa loyiq deb manildigan gap. Yani mush prinsip bo'yicha u nima jinoiy ishlar qonunni o'zini tuzgandan keyin u odil bir qonun bo'lib chiqadigan gap. Siyosiy qonun tuzgan vaqtdami, masalan, tashqi siyosatda hech qanday o'zi bir adolat va hokazo degan gap yo'q. Faqat davlatning manfaati asos qilingan gap. Ichki siyosatda adolat bilan o'zi barobarlik asos qilindi misol. Qur'oni Karim zodi uni ochiq deylik. Degandan keyin bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz shu prinsipga asosan ichki siyosat adolat va barobarlik degandan keyin zaten adolat bo'lgan yerda barobarlik vujudga chiqqan gap. Barobarlik adolatniki o'tirib chiqqan natijasi bo'lib chiqadi bu yerda. Men mush prinsipga asosan o ichki siyosatni yapmagandan keyin har qanday bir davlatniki reis bo'lishini qat'iy nazar hamma fuqaroga qaysi din, qaysi mazhab, qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar hammasi o'xshash siyosatni yapmagandan keyin u millat unga qarshi chiqmaydigan gap. Chunki adolat bor u yerda. Hammasiga barobar qarash bor. Unda bo'lgandan keyin o'zi u yerda masala chiqmaydigan gap. Xitoyga o'xshash bir millatni ezib, yana bir millatni anda qilgandan keyin u yerda barobarlik, barobarsizlik tengsizlik o'ttirib chiqqandan keyin u vaqtda zulmga uchragan millat uning qarshi chiqadigan gap bu vaqtda. Shuning uchun u yerdagi Alloh taolo bu yerda hamma odam inson, o'rtaq bir inson, u yerda insonlik nuqtasidan muomala qilish lozim degan prinsip bo'lg'achqa, umumiy prinsip shu bo'lg'achqa, shu u yerda umumiy prinsip asosan biz halqi masalani har qanday yerga kelgan vaqtda uning rangi ro'yiga, diniy e'tiqodiga erkek kishilikka qaramay, u yerdagi adolat, insonlik nuqtasidan qarab turib, adolat bilan o'zi muomala qilgan vaqtda hamma odam undan mamnun bo'ladi. Hech bir qarshi chiqadigan odam bo'lmaydigan gap bu nimaga. Alloh taoloniki maqsad qilayotgani mana bu, ya'ni. Ya'ni shuning uchun bu yerda bu sohada inshaalloh har bir to'liq yozib olmasakmi, to'liq o'zi o'tirib qo'yib olmasakmi, har bir masaladagi prinsiplarni kuchimizning yetishi o'tirib qo'yapmiz. Maxsus prinsip haqqa to'xtaladigan bir o'zi suhbatimiz bo'ladi inshaalloh oldimizda. Shu vaqtda ma'lum qo'ygan prinsip ma'vu, siyosat qo'ygan, jamiyat qo'ygan prinsip ma'vu, jinoyat qo'ygan prinsip ma'vu, misolda muomala qo'ygan prinsip ma'vu, oila qo'ygan prinsip ma'vu, erga qo'ygan prinsip ma'vu, ayol qo'ygan prinsip ma'vu deb turib hammasining o'zini ayrim holatda inshaalloh o sohadan to'xtalamiz. Xudoyim bo'lsa. Allah razı olsun. Shuning uchun mana bu gapniki yig'indisi din bir millatning urf odati emas. Bir millatniki o'zi til yezig'i emas. Bir millatniki o'zi nima deymiz uning o'zini? Yuqori nurg'un narsani bir miros emas. Ya'ni din miras emas, yoki ota bobomizdan kelgan bo'lsin, yoki boshqa millatdan miros qolgan narsalar bo'lsin, bunday bir narsa emas.
Qandan ötülüğün narsa emas, irsiy narsa emas, He, şundanmı? he. Din peygamberler ve sahabeler kılgan iş emas. Hı. Bunu aniq bilip qo'yish kerak. Mana bu mollaning o'zi hamiz qarshi chiqayotgan shu payg'ambarga itoat qiling degan deb. Payg'ambar hayot vaqtidagi insonlarning o'zini itoat qiling deydi. Hozir o'lib ketgandan keyin Alloh taoloning risolatiga itoat qilgan gap. Ya'ni Qur'onga itoat qilgan gap. Nima uchun degan vaqtda Hı. payg'ambar Allohniki risolatiga itoat qilgan shu vaqtda. Hı. Uning uchun Onu biz bu yerda xiyanat itoat qilmaganda hozirgila xiyanat qildilar. Allah'ın kitabını qo'yib turib, boshqa bir narsani unga sherik qildilar. Uningdan keyin o sherikini qabul qilmayman desa, shuning bilan bu mushrik murtad deb, buni kallasi asaq bo'ladi deb fatvoni chiqargan shu. Doğru. Ajoyib. Doğru. Şununla bu Yalaqi yerdeki odatmi, narsa ibodatmi? bu yerdeki Sizlar degan narsa peygamber anı qıptı, sahabe manı qıptı emas. Mesela şu ko'rayotgan odamlar nimani shu hadis kitobini ko'rib chiqsin. Bizning deydiganimiz. Shu hadis kitobining o'zida payg'ambar alayhissalomniki Musa alayhissalom anda qilibdi, İsa alayhissalom ani qilibdi, İbrahim alayhissalom mani qilibdi deb shu burun o'tgan payg'ambarlar haqidagi bo'lgan narsalarni so'zlagan bir atal rivoyat bor misol. Yo'q hech qanday yerda. Bu nimani bildirdi desa, payg'ambarlarning hech birisi burun payg'ambarlar ani qilibdi, men shuni qilishim kerak degan yeri yo'q. Alloh taolo qo'ygan shu prinsipning o'zini shu o'z yashayotgan zamon va makonda qandoq ijro qilish. Buning ahamiyati veriklik. Bu yerda biz bilib olamizki, bizning ahamiyat vergan narsamiz nima degan vaqtda payg'ambar ahamiyat vergan shu prinsiplarga biz shu hozirgi zamonda qanday amal qila olamiz. Qanday eng yaxshi shaklda buni vujudga chiqara olamiz. Mana mushuning o'zini biz o'ylasaqla, mushuning ustida to'xtalsaqla, biz dinimizni to'g'ri tushuna olamiz degan gap. Xo'sh. Başka sualı var mı? Alo. Sual var mı başka? Başqa savol Ahmadjon qarindishimizga keldimiki? Ne ketdi odam? Hem de geldi. Men bayatigi gaplarga bir yerga bir qo'shiq solsam bo'lamdi. Buldu. Mushu ideologiya degan gap, hamda ideologiya asosan insonlar nima qilgan? İnsanlar o'zlari o'rtaga qo'ygan narsa emasmi keyinchi? Orada bir ideologiya, masalan, kommunizm, sosyalizm, o bu degan ideologiyachi. Hamda o ideologiyaning ustun bir narsada, chunki bu Alloh subhanahu taolo insonlarga taqdim qilgan bir prinsiplarniki eng go'zal narsalarniki umumiy yig'in desam shu. Shu jihatda biroz men to'g'ri bo'lmay qolarmi degan bir nimaga kelib qoldim endi qoldisi. Ya onun biz ideologiya deyishimizda ilohiy ideologiya deyapmiz buncha. İlahi ideologiya deyapmiz. Onu insonlar yozib chiqargan ideologiya demayapmiz. İlahi ideologiya deganning o'zi hech qanday bir uniki nimasi yo'q. Chunki uniki asli Alloh tutashgan bir ideologiya bu. Ideologiya bo'lgan vaqtida ideologiya bo'lgan vaqtida o'xshash ideologiyadagi insonlar bir-biri bilan inoq, bir-birini qo'llab, faqat shu ideologiyani kuchlantirish uchun nima qiladi? Boshqa o ideologiyaga o'xshamaydigan narsalarni yaklaydi. Ularni har zamonchi qarshisida raqib deb ko'radi endi shu. Shunga
Iliqi insan andan tushunamsın deb to'g'ri. Bu yengitdim. ilohiy ideologiya deyishimizda buniki bir yana bizniki nihoyatda ahamiyat bergan tarafimiz nima degan vaqtida asosan hammasiga shunday ahamiyat beramiz, ammo buniki islom dini degan bu kelimaning o'zimi asli islom degan so'z tinchlik o'rnatish, dunyoga tinchlik o'rnatish uchun kelgan bir din ekanligini bildirgan bir kelima. Tinchlik o'rnatishniki birinchi yo'li nima ekan degan vaqtda e'tiqodning o'zini tamoman Allohga topshirish, insonlikning o'zini oldingi o'ringa chiqarish. Ya'ni butun insonlar biz inson. Mayli qaysi din, qaysi mazhab, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, hammamiz o'rtaq bir inson. Insonlik nuqtasida biz o'rtaq o'zi bir yashashimiz kerak, ammo hammamizning e'tiqodini o'zimizni yanchuq deb qo'yib, Alloh va oramizdagi ish bo'lgandan keyin ibodat qilsak, Alloh va oramizdagi ish, iymon keltirsak, ishonsak, ishonmasak, Alloh va oramizdagi ish deb bilish degan bu ideologiyaga akilish bu Qur'oni Karimdagi eng asosiy prinsipi. Bu yerda Qur'onda nurg'un yerda millat to'g'riliq, masalan din to'g'riliq nima qiladi? Masalan Musa alayhissalomning voqealigida millat to'g'riliq ko'p to'xtaladi. Fir'avnniki millati bilan Musa alayhissalomning millati haqida ko'p to'xtaladi. Mana o'shaning o'zida nima desa, millatchilikniki nihoyat og'ir insoniyatga balo bo'lib kelganligini, agar shunday millatchilikni avjal bo'lsa, u insoniyat bundan keyin balo bo'lganligini Alloh taolo eskardi. Shu yerda Fir'avn millatchilik qilish orqali Musa alayhissalomning Bani Isroil millatining o'zini yo'q qilib o'tish uchun o'zi o'rnaganligi, buni nihoyat xato ekanligining o'zini bayon qildi. Chunki Qur'on mush ikki narsani asosan shu dinchilik bilan millatchilikning o'zini qattiq cheklagan bir kitob. Mana bu vaqtida. Chunki nima shu qadar tarixdan buyon insoniyatning beshiga balo bo'lib kelgan narsa mush ikki narsa. Onun uchun bu yerda millatchilik qilmaysa, din u sizning aramizdagi ish, uning o'zini va yakuna dinu kulluhu lillah degan oyat var Qur'onda. Dinning hammasi Alloh uchun bo'lgan qadar kurash qiling deydi. U nima degan bo'lsa, hech bir inson, yana bir insonga men falon dinda, sen ma falon din degansa, sen o'zi o boshqa dinda o'qganliging uchun sen mening dushmanim deydigan bundaq bir kelime chiqmagan qadar kurash qiling deydi Alloh taolo. Demek hozir Yevropada bu narsa biroz umumlashgan bir vaziyat bor deb o'ylaymiz, ham belki 100% bo'lmasmi ko'p o'z nimasida. Ammo Qur'onniki nimasi shu. Payg'ambar alayhisalom zamonasida misol Abu Sufyan deymiz, shu ilqi Yahudlar deymiz, nimadiki Madinada yashagan ko'pinchilari, misol nimada Xaybarning Yahudlari qarshi chiqqan Bani Qurayza bilan qolganlari qarshi chiqmay 7-8 dak qabila qolgan 5-6 o'zi qarshi chiqmoqlik, ashlar oxirgichilik birga yashashdi. Bu nimani bildirdi desa, sen qaysi dinda bo'lsang bo'l, qaysi mazhabda bo'lsang bo'l, qaysi millat bo'lsang bo'l, biz insonlikni e'tirof qilishimiz lozim. İnsanlıkta bir yakilişimiz lazım. İnsanlıkta bir yaşayışımız lazım. Biz bir insan biz. Deyiklik hem de Peygamber Aleyhisselam'daki bir ravayetim var. Peygamber Aleyhisselam'a nispet verilgen rastı olsun, yalgan olsun ama onunki mezmunu doğru deyip qarayım ben. Mekke Fetih vaxtida sözün ahırısında hemimiz Adem balları. Adem laytın yaratılgan deydi de. Gepinin ahırısa şeyginim kıldı. Bu nimani bildirdiyse, hemmimiz o'zi Adem alayhissalom bolalari, hemmimiz bir oti bir ondan tug'ilgan o'zi vaqtida. Adem alayhissalom laydan yaratilgan. Uning uchun biz bu yerda oq bo'lsin, qora bo'lsin, zaten hemmimiz bir oti bir onning bolalari. Biz insonlik nuqtasidan hemmimiz o'xshash bir insonlar deb oyatdagi xizmat bergan vaqtida boshqa bir arablardan chiqishi mumkin-da. Bilalning o'ziga meshning ustida azon aytgan vazifani ashuni berishlik misol. Onun da o avaz bek yaxşı çıkardı deb mayda her xil gapni qildi. Ovozi undan yaxshi chiqadigan insonlar bor-da. Lekin ashunda xalqi millat tanlamay turib, uni o'zi vazifa beriklik, mesela din tanlamay turib Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida eng oddiysi o'zi yo'l boshlagan bir mushrikning o'zini yo'lboshchi qiliqlik, toyib qolgan vaqtida o'ziga kepil bo'lib kirgan qarta bir odam bir mushrikning o'zini chaqatib o'zi kepil qilib kiriklik. Bu narsaning o'zi nima degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom dini e'tiqod Alloh bilan inson o'tirsidagi ish deganning o'zini nihoyat to'g'ri tushungan, payg'ambar bo'lgandan keyin ham o'zi shu holatda muomala qilgan.
ishning ahli bilan muomala qilganda Hikmet bilan. musulmonga bu musulmon bo'lganligi uchun men ishni mushunga beray demasdan ishni kim bilsa shunga berish kerak degan gapda bu. To'g'ri. Aşağılıqı Qur'onni va hikmatni degandek hikmat qismini asosan boshqa narsalar bilan g'aldig'ash aralashtirib yo'q qilib o'tag'likanda. Qur'ondan hukm chiqarish bir nimasi g'amdi uchu. O to'g'ri hukmni chiqarishchi. Aşı Qur'on borligi qo'limizda uni to'g'ri hukm chiqarilmaydigan holat kelib qoladi. Hozir sizlar dal davatqanlari to'g'ri hukmni shu prinsiplar asosida chiqarish. Bizim yo'qib qo'ygan narsamiz shu. Bo'lmasa Qur'onda unday jiq hukm yo'q. Bu yig'ib kelsak bir 30-40 tane 50 tane yetmem bilmaymiz. Onu yig'ib ko'mdik. Hem onun sırtı degan misal odatda zinaxo'ga jazo var. Hem de bosqinchiga. Qur'onda uningga aniq bir jazo bekitgan yeri yo'q. O'g'irga jazo var, bulonchiga jazo varmi? Aşını qo'sh nurg'un narsalar, mesela aroq kashga jazo yo'q. Misal o nima aroqxona ochgan odamlar uchun uningga yo'q. Buning hammasini nereden chiqaramiz degan Qur'oni Karimda aşıga munosabatli prinsip bor. Şu prinsipga asosan uningga o'zi jazo, ya'ni qonun chiqarilgan gap, şu qonun bo'yicha uning o'zini ijro qiladigan gap misal. Innama Qur'onda bir oyat bor. أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم degan bir oyat var-ku. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض degan şu bir oyat var. Ana şu oyatning o'zida aş prinsipni o'tirib qo'ydi. Demak bu oyat narsa nima degan vaqtda jinoyat o'tkazgan jinoyatga loyiq jazo berish kerak degandeklar bu ishning hammasi asosan putidi. O'g'irlik bergan jazo olgan bo'lsa, bularchi uning og'ir jazo jinoyat o'tkazgandan keyin uning bergan jazoni o'tkazgan jinoyatni jing'a solib, uning qarta jazoni bekitadigan gap. Bu narsa bu yani. Yani o Qur'oni Karim nurg'un odamlar so'zlayapti. Qur'oni Karimda butunlay o'zi hamma narsaga hukm chiqara olmaydi. Hukm chiqaradigan prinsipni bilmaganlik uchun deyotgan narsa. O Qur'onni gunohlamay, sen o Qur'onni bilmaganligingni o'zing e'tirof qilishing kerak degan gap. Şu Qur'onni jiq tatlanib qilinglar desa, jiq ko'ring desa, onun üstüge bu Qur'onga qilingan tafsirning o'zimi nayt Qur'onning o'zini vayron qilayotgan tafsirlar bor bu yerchi. O Qur'onniki mazmunini bilgisiz holatga akayotgan tafsirlar bor. Unda qo'ygandan keyin ash tafsirni o'qigan mollalar hech bir zaman o tafsirdan chetga chiqarmoqlik. Odatda tafsir hamma narsani tushirib tashib o'tib, Qur'onning matnisini qarasa bir mazgil jedellashgandan keyin uning o'zini bila oladi odatda. Shuni qilmaydi. Ahmetcan kardeşim. Assalomu alaykum. Bugungi tema nihoyatda yaxshi yig'incha qilinibdi. Alloh razı olsun. Ajrlik bo'lmaydi. Bizda haqiqatan shu tushunib ibodat qilish masalasida boshdan oyoq bir xatolik ichida ekanmizda. Shunga programmaning e'lon qismidagi bir jumlada maymunga o'xshab qolganligimiz haqidagi bir o'xshatish bor. İslamning aslida ibodatning aslidagi mohiyatini tushungan bo'lsa, ular shunday qilibdi ekan deb, shu soqoldan tortib kiyim-kechakgacha, dopdan nag'rig'icha, sunag'icha o'tirib qo'yayotgan belgilama prinsiplarniki naqadar bema'ni ekanligini tushunish nimasi bo'ladi. Ammo maymun bo'lganligi uchun shunday qilibdi ekan degan taqlidni biz din deb tushunib olgan bir cho'ng xatolikning ichidan chiqolmoqdik biz. To'g'ri. Shunga taqlid bo'lganligi uchun Qur'onda manda deyilibdi deysimi, uni tafakkur qilish, analiz qilish, izdinish kim bo'lganligi uchun oldimizdagi mollam nima desa shuningga ma'qul deb ma'qulgan bir xatolikning ichida o'tib ketibdi hayotimizda. Oldin qismning oxirgi bölgüde qisqacha bir nima deb ibora qilib o'tib ketdik.
nurg'un narsalarda shaklga islohotligimizning dalilidan birisi nima desa, agar sizlar aroq ichgan oldingizda nima da'vat qilganliklarini bilmasanglar namozga yaqinlashmanglar degan oyat bor masalan. Agar nima da'vat qilganligini aroq qismini qo'yib turib, nima da'vat qilganligini bilmaslik to'g'risidagi oyat kelsak, bu aroq shart emas insonning. Nima bilan mas bo'lsin, agar u mas holatida nima da'vat qilganligini bilmagan bo'lsa, uning namozga yaqinlashishi cheklangan bo'ladi ashadi. Endi undaqda nodon insonlarmi maslarning qatoriga kirdiki degan jumlaga yaqinlasha olaymiz-da. Agar mohiyat shaklida qarasak. O'tandagi vaqtimizda shunday bir mo'ysbitdan birisining so'plar hu bilan emas, mollamlar Qur'on bilan emas, Qur'on o'qish bilanchu. Lipob bilan emas, ziyolilar kitob bilan emas deb shu jamiyatga ta'sir ko'rsatadigan 7-8 qatlamni o'zining sohasidagi ish bilan emas ekanligini bir nasihatida bizga degan edi ayrim bir uchishimizda. Mana hozir mishalga kelib o'sha Qur'ondan nazar programmasining 70 qismiga kelgich bo'lgan oraliqda ash odamning gapi qaytadan ko'z oldimdan o'tdi. Undaqda biz zaten hozir nima bilan masbiz, nima bilan maskanmas? Oldimizdagi hayvatlik imomlarning tarixda o'tib ketgan o'liklarninki hayvatlarining ichida maskanimizda nima da'vat qilganligini tasavvur qilg'isiz darajada. Hatto ba'zan shu tafakkurning ishkini chekishmi xato keldi. Mazhabsiz o'lib ketsang do'zaxga kirsan deydi. Unda Payg'ambar alayhisolamning mazhabi nima? Onda degandiklar o'y ezib ketildi. Qanday azimda? Agar Payg'ambar alayhisolam ergashgan bo'lsak, mazhab nereden paydo bo'ldi? Agar mazhabsiz o'lib ketsak, jahannamga kiradigan shoq qilib qolsa, unda Payg'ambarning mazhabi nima? Bunday ziddiyatlik tafakkurlarni elib berishdan qo'rqadigan insonlar. Sababi nimasi? Sen qanchalikda? Ne olimlar o'tgan, ular mujna debdikan. Deb musha hayvat bilan ash quruq maza bilan bizni qo'rqoq soladi ekan. Shunga do'stlarga, qarindoshlarga yana tavsiya qilamiz takror tafakkur qilishni. Haqiqatan biz unutilib qolgan ibodatlardan birisi tafakkur ekan. Tafakkurninki aql manbalik bo'lganligi uchun aqlning g'araz bilan bulg'anmagan asosdagi fikrida haqiqatga ulanish, ya'ni ulashib berish nimasi manzili asosan o'rtaq bo'ldi ekan. Yo'lni har xil ma'noda ekanmiz, har xil tafakkur qildi ekanmiz, ammo haqiqat bir kunda topadigan nuqtamiz. Shunga tafakkur qismida qarindoshlarni takror tavsiya qilaman men shu program munosabati bilan. Endi shu taqlidninki ba'zi bu fiqh emasda maqol yozgan olimlarning nimalaridan yig'inchoqlab olgan qarsiga ibodat qilsang jinoyat bo'lganligini ilgari surgan maqolalar bor-da, shu islom musulmonlar orasida nopos qozonganlarning ichidagi maqolalarda. Ya'ni shu nuqtadan qaragan vaqtimizdami qarsiga ibodat qilish u odam garchi ibodat qilgan bo'lsa-mu favaylul lil musallimin ichiga kirib ketganda chunki bu ibodatdan o'ttirib chiqilgan natija bo'lmaganlar uchun. Ustozdan Allah razı olsun hozir yolg'iz qolgan bo'lsa-mu garchi qarindoshlarga o'zi ko'ngan salli to'n qiyofatlar bilan toza og'zini lishifodek so'zab mo'nglik qilib o'qib berib bunday shaklda qilmagan bo'lsa-mu, ammo bir egri yog'och bo'lsa-mu nishona to'g'ri ko'rsatib bergan bir yo'l belgisiga o'xshaydi. Shun başdan oyoq deb kelyapmiz, xatolik nada degan shaklda mohiyatlik izni cheriyalarımizda yig'inchoqlagan jumlamizdan birisi ko'rsatilgan yerga qaranglar, ko'rsatgan barmoq emas degan so'zni alohida ta'kidladik. Chunki sababi ash maymunlikdan chiqolmayotganligimiz sabab. Oxirgi kunlarda ba'zi qarindoshlar bilan shu namoz masalasida buncha talash-tarish bo'lib qoldi. Hatto ba'zilarga dadil dedik. Agar samimiy bo'lsanglar, shu namozni boshdan oyoq qayta qarab chiqinglar. Mush Payg'ambar alayhisolam sizlarga qoldirib ketgan namoz mushumi? Aqldan tafakkur qilib boqinglar deb bir qancha nuqtalarni o'tirib atdik. O'ylanganlar bo'ldi. Ba'zilar qo'rqdi. Qo'rqib bu odam xatarlik odam ekan degan shaklda. Endi u bosqichlardan o'tib ketdi qarindoshlar. Hozir endi biz saqlaylik desak vatanimiz
bağlışıp yaşayalım desek halkımız, bile bir cem bulaylı desek ailemiz, hiç dememiz kalmadıdır bizde. Bunda bir avval aslında aldığımızdaki yolun fakat ve fakat Allah gösterken yol boyucu bulduğalıqını qaytadan emmeden bir ügünüp çıkışımız gerekken. Endi boşuma taklitçilikni yığıştırıp ötüp siyasetten tartip hem iştibaçı bu taklitçilik. O siyasetten şunda Tibetli mi daqıptı? Anda qıptı, mama daqıptı ketaverimiz. Onun içindeki meseleni qandaq hal qildi? Asli moya tarafı bu. Bo'lib shunda Ruşen dadil o'tirib qo'yilgan fikrdan birisi şu zakat meselesinde ben şunda cık oylandım. Acayip Xudoyim beribdi ekan bu Kerim ustozga bu tefekkürün dedim. Yani chiqimga asosan masraf qilish, sarf qilish. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında şu çağdaki insanların ihtiyacı şunçalik bo'lganligi uchun 40'dan biri chiqqanligini, bugünkü dünyanın ihtiyacı boyunca eğer zakatda tizimlikka ilingan 8 turli kishininki jamiyatimizdagi vezni ehtiyojı qatorliqlardan hisoblab chiqib, bu yil bizga manchilik chiqim bo'lishi kerak ekan, oldimizda manda hal qilish deyishlik masalalar bor ekan degan xazinadan chiqqan xulosaga qarab turib, kerim qilgan insonlarga shuni e'lon qilganligini ajoyib bir aqliga egilib bo'lgan insonlar bo'lsa qaytadan tafakkur qilib baxsa bo'ldi. Men esa savol so'rasam bo'ladi, ammo savolni bekerek g'idiqlash zaruriyatim tuyuldi. Şuna tushunchalarimni biraz o'rtoqlashib qo'ydim. İslam zaten nima ekan degan narsaga qaytadan qaragan vaqtimizda men musulmonning bolasi bo'lganligim uchun kichkimizdan tortib Qur'on yodlab madrasalarda tiz cho'kib chiqqanligimiz uchun musulmon emas. Dinning asli mohiyatini tushunish, Payg'ambar alayhisolamning hayotini tushunish, misolan, qanday ijro qilganligini tushunish, Qur'onni tushunish, mushularni haqiqatan tushunib yetgan vaqtimizda qalbimizda bir do'q qolmay o'zimiz bilan Allohning orasida bir vasita qolmagandek darajada bir tushunchaga hosil qilgan vaqtida endi musulmonlik salohiyatimiz yer bo'lgan ekanmiz. Albatta. Shunga bu jihatda qarindoshlar tekrar tavsiya qilamiz. Darslarimizda albatta shu boshdan oyoq har programmada eng az bir qancha nuqtalarda acayip devir bölgüç karakterde meselelerini oturup koyardı ustoz. Buna şu sen sabır bilen, ihlas bilen tepsili anlasanlar aziz kardeşler, çokum hakikaten tapalayısılar. Şu nemede Germanya'da bir ağaynımız öz vaxtında şu 5-6 yıl oldum ki Germanya'ya koysam bir nemege bir yak iş bir Andaq nemede işleydiken bu bibliotekteydi ama kitapxonada. İşleydiken şu aşağı ketyapti bir ayol bir somkani ko'tarib aşağı tepege chiqolmay palampa bilan shundaq turayotgan vaqtga to'g'ri kelib qolibdi. Shuni odam o'z somkasini ko'tarib tepege chiqib berib, andan keyin qilsa poyezd ketib qoldi. Shuni ikkinchi poyezdga chiqib borsa 5 minut kechikib qolibdi. Kechikib qolgandan keyin ham o Yevropa nemisida 5 minut kechikib qolsak bunda qilsang bo'lmaydi deydimdi. U yerda bunda qilsang bo'lmaydi degandan keyin o o'ziniki hamda yaxshi ish qilganligini, aniq yordam qilib yaxshi ish qilganligini aniq debdi-da. Men bunda bir ayol bundaq somkasini ko'tarolmay qiynalib qolibdi-ki, men uni to'piga chiqib berib, tushkichilik orliqda bundaq poyezd ketib qolib, kechikib qoldim degandan ha sen yaxshi qilibsa bo'pti demdigida borgan qilgan gap endi. Degandan keyin shuni debdi-da. Nima ish qilding uni debdi. Adam bibliotekniki nemisi. Nima ish qilding debdi-ki, Alloh taolo o'zi yaxshi ish qiling degan, uning uchun qildim debdi-ki, odam nima dedik? Sen Allah yaxshi ish qiling demasa davomli yomon ish qiladingmi debdi-ku. Bu uning uchun Qur'oni Karimda namoz o'qi, ro'za tut, zakat ber degan bu so'zning o'zi eshakka juvaldirusni tiqqandek gap o'tmagan odamga deyilgan so'zlar. Alloh taolo mushtaq buyuribdi, uning uchun qildim degan shakldagi mandaq narsa bu alqi gadankash deymiz-ku biz. Mandaq odamga deyilgan so'zlar bu. Asli Qur'oni Karim nima degan vaqtda sura Fatihadan chiqadi. Alhamdulillahi robbil alamin degandeklar. U Qur'ondagi narsa hech birisi mushundaq e'tirof qilishing kerak. Meni degan hech qanday narsa yo'q. Alloh to'g'riliq. U yerdagi narsa faqat e'tirof. Andaq alqi, men mushundaq tunishim kerak deb buyruq qo'ygan bir narsa yo'q.
Buyruq vermey turib, faqat e'tirof qildigan bir xulosa u yerga yozilgan. Misalda, butun koinot yaratgan Alloh. Biz zodi ibodat qilishga, ashuni ibodat qilishimiz kerak degan bir kalliq manda o'qib kelgan gapda. Shu vaqt namozchi degan vaqtda baytman deganim shu. Bu shunchalar koinot yaratgan, shundoq bizni yaratgan, bizga ish qilib sanab tugutib bo'lmaydi. Qur'oni Karimda shuni deylik, Alloh taolaning ne'matini sanamoqchi bo'lsang, har sanab tugutib bo'lmaysiz deylik. Shunda qudratlari har narsaning o'zini biz sanagan vaqtda hech bir zaman sanab tugutib bo'lmaymiz misol. Shunda bo'lgan bir zot bo'lganda ekan, biz tabiiy holda uningga o'z ixtiyorligimiz bilan uni ibodat qilishimiz tabiiy holda uning yaxshini anda tabiiy qilishimiz biz o'zimizni insonligimizni ichimizdan chiqarib insonlik nuqtasidan zaten yaxshi qilishim kerak. Bu inson to'sam men degan mandaq nuqtadan chiqib turib yaxshi qilish bu o'zi Qur'oni Karim buni deydi degan gap. Yaxshi qilmamsan sen, qandaq insonsan deganing o'zi desa gap o'tmaydigan yog'och quloq. Shu terisi eshak terisini qilin odam degan begizni tiqib turib nima qilsa yaxshi qilmaysiz degandek bir so'zlar bu. Aslida inson bo'lgandan keyin bir odam haqiqiy inson degan vaqtda u yana bir odam qilinmas tabiiy holda unga yordam qilish kerak bu odam. Uni hech bir inson shikoyat qilmaslik kerak, uni qarshisida hech narsa tamoq qilmaslik kerak. Bu odam o'zligi insonligini namoyon qilib ketadi. Buning uchun bir rivoyat bor, mayli u nim bo'lishlik nazar payg'ambar alayhisalom manga yo'lda bir odam vaqtni o'zi biroz vaqtdan keyin mansa, ma yo'lda payg'ambar alayhisalom menibdi deb bilatdi desa, bir qism ashuna shariatga odam qana qildi. Payg'ambar alayhisalomning shundoq bir esil bir purg'uvati shu puroq kelib qoldi ekan, uni aqsmagan odam shu puroqni manada payg'ambar alayhisalom menibdi deb ayndaq bilatdi deydi, ayndaq gapni qildi-da. Undaq emas. U yerda shu rivoyatning o'zida bor. İmatatul aza ani tariq degan bir ibora bor. Shu rivoyatda. Va adnaha imatatul aza ani tariq degan ibora bor. İmanning eng tövini yo'lda insonlarga zarar beradigan narsalar bo'lsa, uni yo'lning kanoriga tashlab etish bu imonning eng to'van darajasi deydi. Payg'ambar bo'lgan kishi yo'lda mangan vaqtda yo'lda insonlarga putlashgan narsani yo'lni kanoriga chiqarib etib, bunday mangandan keyin oyoqqa qarab, "Men payg'ambar esa men deydigan gap edi." Payg'ambar o'ziniki bir insonligining o'zini ado qilib ketayotganligini ko'rsatadi. Bu nimani bildirdi desa, inson yo'lda mangan vaqtida odatda qildigan vazifa degan gap. Men inson bo'lsam, boshqa insonlik kelib men putlashib ketsa bo'lmaydi degan bir narsa qalbimizda bo'lishi kerak degan gap. Yani Kur'an insanı o kadar bir mükemmel bir insan bulup çağırdı ki o insan onu kılan vakti hiçbir zaman moşu işini kısap Allah razı oldu, Allah sevap oldu, berdi diyenle mi o iyislik yaptırmayan gibi. Ben insan boğan diye moşunda doğru iş kılışım gerek de kılıverdi. Doğru iş kılan adam Allah sevap verdi. Allah razı oldu adamdan. Sen birinci işini doğru kılışsa o yada, hiç neyse tutmaysa işini doğru kılışın bilişin gerek. Çünkü bunu ötkendeki ne bildim dedik. Hiçbir zaman insan Allah rızalığını, sevapını, cennet girişini, cehennemde kurtuluşunu birinci orana çıkarmaması gerek. İşini doğru kılışını birinci orana çıkarış gerek. Doğru insan buluşunu özünü birinci orana çıkarış gerek. O adam doğru insan boğan vaxtda işini doğru kıldı. Doğru işini kılan adamdan Allah razı oldu. Allah razı olan adam cennet girmeye ne vardı? Şuna bu namaz okuyanlığımın meniki içim sıkılıp ketken yeri şu. Okuyduğun namazın iş hareket, 2 minut içinde okup olsa 1 saat dua kılıp Kudanın 5 ağırdadı da bu insanlar. Anıve, manuve, senin diyen iş hareket namazını okup begen tutsan ben sana. Sen o zaman neymiş ki beğenmeyse de Kudan'ı yaksız esildığın gepte. Kur'an'ın kandak bir yerde, misal, qası bir peygamber bir mançilik vakit kolunu götürüp durup dua kıl diyen bir yer var misal. Ravayetim yok bu adette. Demek bu ne degan gap desa, u sen hech qanday qarshiliksiz qilishing kerak uni. Inson bo'lish sifating bilan qarshiliksiz qilishing kerak o to'g'ri ishning o'zini. Har inson to'g'ri ish qilgan vaqtida sen jannatni shu vaqtda tasavvur qilsan bo'ldi. Masalan, Londonning o'zida hamma odam to'g'ri ish qilgan vaqtda London nima aylandi shu vaqtda? Jannatga. Jannatga aylandi. Yani jannatga mushundaq insonlar kiradi degan gap. To'g'ri ish qiladi insonlar. İşehniki nemizga begiz tıqqandek onu sen ma to'g'ri ish qilmas, ma nima ish qilmadi, xato qilsa deb sanchib turmasa, gap anvoy ham ketgan insonlarda
o Kur'an'daki aşı buyruklar aşındak insanlık kartılgan. Mani kılmamsa feveylül musellin dep turip aşı zat aşındak özü onunğa. Bo'lmasa Qur'onda o'yinchoqlar eg'ir iborani kirishi aslo mumkin emas. Ammo insonlarniki tabiati ashundoq bo'lganligi uchun ayndaq gapni. Bo'lmasa Qur'onni ko'rsatgan inson bo'lgan vaqtda uni hech qanday gap ketmaydi degan gap. Mushu bola tarbiyalayotgan ota-onalar insonlar bo'lsa, bolalarning ichida bir narsa ani qil bolam, mani qil bolam deb dastlabda deymiz. Ama bir mezgil o'tgandan keyin bolam deymisanmi, qilsam bo'lmaydi, qaram ya tursam, bu yerda men ilib etsam bo'lmaydi bu ishni. Mana yig'ishtirasam bo'lmaydi deb ba'zan qaqshab qolamizda. Asli o'shada bola shuni ko'rgandan keyin to'xtab turib, men manda bo'lganlik uchun manda qilishim kerak degan narsani anqira oladigan saviyaga yetgan chog'da bola andan biz rozi bo'lgan bolaga aylandikin-da. Albatta. Shuni misolini o balaga a ishni qil, ma ishni qil deganni buyruqni o'g'itish emas, u narsa. U narsaning ahamiyatini o'g'itish lozim. U balaga to'g'ri bir fikrning o'zini uning o'rgatgan vaqtda u bola tabiat shuni qildi. Misol. Hozir endi biz asosliqi rivoyat ekoli, bu rivoyat asos qilgan din, Qur'on asos qilmay. Ola asosan shu taqlidga bek e'tibor beriliq, qala qila bu deb shu. Tadbiq, yani sizlar degan prinsiplarni tadbiqlash. Bu tadbiq ekoli asosliqi shuningdan bir nima chiqarib, uni qanday tadbiqlashni o'zining yashayotgan jamiyatiga 99% bilmaydi bizning mo'lilchi. Onda sen bek olim bo'lib ketdingmi deydi. Bizning bu ishni qo'lga keltirish uchun tirishqanman dedim-ku. 35-40 yilga yaqin qoldi hozir. Bu qadar yana bizni oldimizda shundaq nur meniki jiq yerlarimning o'zi shu fiqh kitoblarni misol Say bu nima Hidoya Sharvaqoyniki olimlari bor-ku. Ash olimlardan o'zi jiq narsa o'rgangan yerim bo'ldi. Imom Shofiy, Abu Hanifa deymiz. Ash insonlar shu vaqtda shundaq prinsipga asosan undaq ba'zi xato bo'lsa inson bo'lish sifati bilan xatoligim bo'ladi. Ammo ashuni tadbiqlash orqali hukm chiqarish ashad bo'lganda. Demak, ashlar prinsipni bilgan. O fiqh, usul fiqhini o'qigan insonlar prinsipni o'rganish lozim edi. To'g'ri. Usul fiqhini hammasini prinsip o'rgatadi asosan. Shu prinsipni o'qib turib, uni hech qanday ishlatilmaydi. Nima uchun desa, o tayyani o'zini payg'ambar aniqqan, sahob manqan deb hikoya o'qib berishni yaxshi ko'rib bu haq. Maslahat qilish emas bularning maqsadi, hikoya o'qib berdi dunyoda. To'g'ri. Doğrusu, ustoz şu bugün asosliqi shu islom zodi shu biz ko'rayotgan haqninki biz ibodat deb arablarning odatini ibodatga aylantirilib yapmangan narsimi yoki bo'lmasa Qur'onning o'zidiki narsimi degan to'g'rimida hali yaxshi tafsil to'xtalib berdilar, Alloh rozi bo'lsin. Boshqa bir savollama yo'q o'xshaydi qaraganda. Oldu başa Mahmud bir qarindishimiz assalomu alaykum, Alloh rozi bo'lsin. Bek yaxshi ketyapti debdi. Alloh bu qarindishimizni rozi bo'lsin. Qo'llab-quvvatlab qilayotganlar ko'payapti. Bizning maqsadimiz bizga ergishing yoki Kerim Zoir ustozga ergishmang emas. Shu ko'rsatayotgan Qur'oni Karimga ergishib, shundan prinsipni chiqarib, taqlid emas, tadbiqni asosliqi tadbiqlashni, o'rganishni maqsad qilyapmiz. Qadrli qarindoshlar, o'zimizga nima to'plash niyatimizmi yo'q. Hech qachon bo'lib boqmadi. Hatto ayrilib qolyapmiz o'zimizning yaqinlardan, shu qilimizda. Endi chataq yo'q bu jihatda. Alloh rozi bo'lsin. Navosi bugungi mazmun mushagicha bo'ldi ekan. Kishilar soatlik programda ko'rishguncha aman bo'lsin qarindoshlar. 70-chi sonimizda ko'rishguncha. Sizlarga rahmat. Menda bir so'rin hozirlaganlar uchun. Qilmaymiz ham buni nerg'ab qilamiz bo'lsa. Mayli. Ma'qulabsa. Bo'ldi, ma'qul. 70-chi sonda ko'rishguncha avval bo'lsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum.